Assalomu alaykum, Getiza kanalining obunachilari. Bugun sizlar bilan Serbiya haqida batafsil ma'lumot beraman sizlarga. Shu sizlar talablarga binoan shu anaqa bo'ldi. Hozir ovoz eshitmayapti shekillar. Hali ovozlarim eshitilayotgan bo'lsa boshlayman prezentatsiyani. Shu anaqa bo'yicha Serbiya bo'yicha ma'lumotlar beraman. Hamma vakansiyalar bo'yicha kurerlikka, omborxona ishchisiga qurilish sohasi bo'yicha to'liq ma'lumotlar batafsil ma'lumot beraman. Keyin oxirida savol-javoblarga javob beraman qo'ldan kelgancha. Xo'p, Serbiya vakansiyalar bo'yicha sizlarga bugun kurerlikdan boshlaymiz. Kurerlik bo'yicha ma'lumot beraman. Xo'p, qarang, Serbiyaga talablari kurerlik bo'yicha 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lishi kerak. Yosh chegarasi Instagram pasportga ega bo'lish kerak. Sudlanmagan qog'ozga ega bo'lish kerak. 3,5 ga 4,5 rasmiy iborat bo'lish kerak. Diplom yoki sertifikat bo'lish kerak. Maktab yoki diplom sertifikat ham o'tiradi. Anaqasi maktabniki ham o'tiradi sertifikat. Yashash joyidan ma'lumot nima kerak bo'ladi? Xo'p. Bizning xizmatlarimiz viza chiqish muddati 2 oydan 4 oygacha bo'ladi. Viza chiqishi 100% bo'ladi. Chunki viza chiqish muddati 2 oydan 4 oygacha degani u viza ko'rib chiqish darajasi migratsiya ko'rib chiqqanini 2 oydan 4 oygacha chiqib ko'rib anaqa beradi, chiqarib beradi xudo xolasa hujjatlaringni. Undan keyin hujjatlarni Moskva elchixonasiga jo'natiladi. Moskva elchixonasi ko'rib chiqib, hujjatlaring tasdiqlangandan keyin vizalarni jo'natishadi. Xo'p, suhbat yo'q unda, suhbat yo'q. Viza hujjatlaring kelgandan keyin pasportlaringni jo'natasizlar bizga. Biz Moskva elchixonasiga hujjatlar hammasini jo'natamiz. Xo'p, hozir bilasizlar, boshqa elchixonalarda, masalan, Schengen zonalarida suhbat bo'lyapti. Undan откazlar ko'p, suhbat bo'lyapti. Shuning uchun hech kim topshirgisi kelmayapti-da Schengen zonaga. Shuning uchun hozir sizlarga shu Serbiyani tavsiya qilaman, chunki uni 100% deganimiz viza chiqish darajasi yuqori juda. Ko'ryapsizlar, hozir Schengenga topshiryapsizlar, Polshaga topshiryapsiz, Litvaga topshiryapsiz, boshqa Latviyaga topshiryapsiz, viza sentrlarga topshiryapsiz har xil. Ulardan viza chiqish darajasi juda past. Masalan, Polshaga topshiradigan bo'lsangiz, Polshada masalan suhbat bo'ladi. Suhbatdan o'tganingizdan sizga viza berish ehtimoli bo'lishi mumkin. Tak 50 kelik Polshaniki. Vaqti ham cho'ziladi uniki. Masalan, Serbiyaniki 2 oydan 4 oygacha chiqadigan bo'lsa, Polshaniki masalan qarang, jerbiovkasi bor uni. Birinchi oyda hujjat chiqishi bor. 3 oyda hujjat chiqadi bilsangiz. Polshaniki. Undan keyin jerbiovkaga qo'yiladi. Jerbiovkada u omadlotto. 1 oyda ham chiqishi mumkin, 5 oyda ham chiqishi mumkin, 6 oydan 1 yilga chiqishi mumkin. O'sha vaqtni siz Serbiyaga sarflasangiz, o'sha vaqt bilan siz yutib, o'sha vaqtda yutasizda, ham pulli bo'lasiz. Keyin qo'shimcha siz mana 6 oylik ishlaganingizdan keyin sizga Serbiyada 1 yillik VNJ beradi. O'sha VNJ bilan Schengen zonasiga masalan hujjat qildirib, Serbiya elchixonasidan Serbiyada Polsha elchixonasidan ochert olib kirishingiz mumkin. Bez ochert, anaqa yo'q, jeribovka yo'q. Shundoq kirasiz, olsangiz o'zimiz olib beramiz, ochertlarni besplatniy qilib, hujjatlaringizni olib, hujjatlaringizni qildirib beramiz. Hujjatlar faqat platniy bo'ladi. Hujjatga to'lov qilasizlar. Hujjatlarni besplatniy olib berib, hamma hujjatlarga yordam beramiz. Schengen zonasiga chiqqan VNJ bilan Schengen zonasiga chiqqan deganimiz shu narsa bo'ladi. Chunki Serbiyaga borganingizdan keyin 6 oy ishlaysiz. 6 oydan keyin VNJ olasiz, 1 yillik. Shu bilangina keyin Polsha elchixonasiga topshirishingiz bo'ladi. 6 oyda ichida topshira olmaysiz. Chunki 1 yillik VNJ olmasdan siz boshqa davlat elchixonasiga topshira olmaysiz. VNJni olgandan keyin, undan keyin Polsha, boshqa davlatlarga topshirsangiz bo'ladi. Viza chiqish darajasi juda yuqori bu yoqda. Chunki odam kam topshiradi, viza berish darajasi juda yuqori bo'ladi-da. Masalan 2021 yil biz masalan anaqa qilganmiz, hujjat qilganmiz. Serbiyaga masalan o'zim ham borganman shu firma orqali 2021 yilda dastlabki kurerlikka borganman. Ishlaganman. Ko'rganman, oyliga qanaqa sharoitlari, qanaqa hamma sharoitlarni bilaman, yaxshi. Oyliklari shu mingdan oshiq topilgan. Keyin kelganman, Polshaga hujjat qilganman, Polshaga borib ham ishladim. Keyin o'sha yerda turib ishlatgan o'rtoqlarim bo'lgan, tanishlarim bo'lgan. Serbiyada VNJsini olgan.
Hop, biz приглашение bilan shug'ullanib o'sha paytda приглашение ularga qilib berganmiz. Serbiyani o'zilar, Polshadan Serbiyaga jo'natib berganmiz qilib, joyda chiqqan. Keyin o'sha yerdan очередьlarni olib, полный как положено hujjatlarini qilib, vizasini masalan 10 ta bola topshirgan bo'lsa, 10 ham olishgan vizani. 100% olishgan. Mana kanallarga ham qo'yganmiz uni hammasini. Serbiya orqali topshirishgan bo'lsa, Polshadan 100% hammasini vizasini olishgan. O'sha orqali Schengenga chiqib olishgan. Mana ishlashyapti. Bittasi Amerikaga ketgan, bittasi Angliyaga ketgan, bittasi boshqa davlatga ketdi o'sha Polsha orqali. Bitta bola bor edi, shu Serbiyada ishlayotgan, student qilgan bola bor edi. O'sha bola birinchi o'rinda Serbiya orqali Angliyaga borgan. Angliyadan keyin bizga qaytib kelib Serbiyada ishlagan, unga hujjat qilib berganmiz boshqatdan Polsha elchixonasiga. Polsha elchixonasiga kirib, u yoqdan keyin Polshaga borgan, Polshaning vizasi bilan, keyin 3 oy ishlagandan keyin Amerika posolstvusiga kirib, Amerika posolstvosidan turizm vizasini olib, Amerikaga borib, mana aylanib keldi. O'sha bitta Serbiyaga borgan. Ko'ryapsizmi natijasini? Xo'p. Endi sizlarga vakansiyalar haqida ma'lumot beraman. Vakansiyalar haqida. Kuryerlikka hozir kuryerlikka topshiradigan bo'lsalaring, yotoq joyi bilan ta'minlanadi. Zamonaviy velosipedlar beriladi, elektronli belgilar yoki skuter beriladi. Undan keyin agar BS pravalaring bo'lsa, BS pravalariga mashina berish mumkin, qachonki shu yaxshi ishlasalaring, qonun bo'yicha. Qo'shimcha bonuslar ham berish mumkin, katta bonuslar beradi. Masalan, yo'da shunaqa ish borki, 20 masalan zakazga bog'liq. Masalan, 20 ta zakaz bo'lsa kuniga, 20 ta zakazdan oshirib qo'ysangiz, qo'shimcha bonuslar beradi. Tips choy-chaqalar beradi sizlarga. Masalan, oyligingiz masalan $1200 bo'ladigan bo'lsa, 1000 deylik. Xo'p, siz kuniga chiqargan tipsiz choy-chaqangiz masalan o'zbek so'miga 200 ming kamida, 200 ming 300 ming topasiz kamida. Uni hisob-kitob qilsangiz, masalan 200 mingdan hisoblasangiz ham 6 million bo'ladimi oyiga? 6 million bo'lsa $450, $500 qo'shimcha bo'lyapti. Qo'shimcha elektron tipslar ham berishadi. Minus plus bilan $2000 ga borar ekan. Minus plus bilan $2000 ga yetib boradi. U Polshada ishlaganingiz, Latviyada ishlaganingiz bilan naborot undan ham ko'proq ishlashingiz mumkin-da Serbiyada. Yo'da qo'shimcha bonuslar beradi. Dam olish kunlari sayohatlarga chiqishingiz mumkin. Har xil bog'lar bor, klimadan bog'lari bor yo'da. Belgradda aylanishlaring mumkin. Oziq-ovqatlaring o'zlaringdan bo'ladi. Oziq-ovqatni Yevropada hech qayerda qilib bermaydi. Oziq-ovqat hamma o'zidan bo'ladi. Oziq-ovqatlar ham. Hop, talablar 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'ladi kuryerlikka. Zagran pasportga ega bo'lish kerak, sudlanmagan bo'lish kerak. 3,5 ga 4,5 sim kerak bo'ladi o'sha kuryerlikka, diplom yoki sertifikat. Yashash joyidan ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Yana bir qaytarib o'tdim. Eshitmay qolganlar uchun. Xo'p, yana bir marta qaytarib o'taman. Viza chiqish muddati 2 oydan 4 oygacha chiqadi. Viza 100%, suhbat yo'q. 6 oydan keyin 1 yillik VNJ qilib beriladi. Shu bilan hujjat qildirsangiz, Schengen zonaga chiqish ehtimoli 100% deyarli bo'ladi. Xo'p, endi sizlar bilan qurilish bo'yicha ma'lumot beraman. Qurilish bo'yicha. Xo'p, Serbiyada. Xo'p, qaranglar. Qurilish bo'yicha o'sha armaturshik apalovkachilar kerak bo'ladi. Fizически baquvvat bo'lish kerak. Yotoq joyi bilan ta'minlanadi. Ishchi kiyim beriladi. Qo'shimcha vaqt uchun katta bonuslar beriladi. Dam olish kunlari sayohatga chiqasizlar, yo'lda ham Belgradda aylanasizlar, shu bog'larga borasizlar, 3 vaqt ovqat beradi, sug'urta bilan ta'minlanadi. U yoqda ham viza chiqish darajasi 100%, Serbiyada полный 100% viza olinadi. Отказ bo'lmagan hali viza bo'yicha, Serbiya bo'yicha отказ bo'lmagan hali. Viza chiqishi u ham 2 oydan 4 oygacha bo'ladi. Unga ham 6 oydan keyin 1 yillik VNJ beriladi. Bu VNJ bilan Schengenga chiqishingiz ehtimoli juda katta, yuqori bo'ladi. Buni ham talablari
qurilish sohasi bo'yicha 20 yoshdan 50 yoshgacha bo'lishi kerak. Ish tajribasi, qurilish sohasi bo'yicha ishlagan bo'lishi kerak-da. Masalan, sudlanmagan qog'oz kerak bo'ladi unga ham 3,5 ga 4,5 rasm, diplom yoki sertifikat kerak bo'ladi. Hozir. Hozir 1 minut. Xo'p, Serbiya bo'yicha bitta savol berasizlar. Javob berishga harakat qilaman qo'ldan kelgancha. Abdullajon aka, siz savolingiz bor ekan, marhamat berishingiz mumkin. Assalomu aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz aka? Sekin vakansiyalarga ko'ra boramiz. Kechami ilgari kunim yangi vakansiya keldi, lekin Serbiya haqida bas. Xo'p. Serbiya haqida ma'lumot bitqizyapmiz aka. Qarang, Serbiya boshqa davlatga borgandan ko'ra Serbiyaga borganingiz maqulroq demoqchiman. O'shani sizga ko'rsatib beryapman aka. Shem vaqtingizni Polsha, Litva boshqa davlatga vaqtingizga o'tkazgandan ko'ra Serbiyaga borib ishlab turib, o'sha orqali o'tkazgan vaqtingizda o'sha Serbiyaga borib chegin o'tishingiz mumkin demoqchiman sizga aka. Yo'q, narsa ma'qul bo'ladi-yu, telefondan gaplashsam bitta nimasi qimmatli qilyapti-da o'shanga. Ma'lumot beramiz aka. Narx bo'yicha. Qanaqa savollaringiz bor aka? Yana o'sha vakansiya bo'yicha Serbiyaga, masalan, qurilish sohasi bo'yicha, kuryerlik bo'yicha, omborxona ishchisi bo'yicha aka, qanaqa savollaringiz bor? Yo'q, hammasi yaxshi. Shopirlik bo'yicha so'ramoqchi edim. Xo'p, bering savol. O'sha SE bo'yicha. Xo'p, SE kategoriya bo'yicha demoqchisiz-da? Sizni BSE kategoriyangiz bormi? Bor. Xo'p, qanaqa savolingiz bor o'sha bo'yicha aka sizga? Bizga. Kecha tashlay faqat Litvada ekanda, Serbiya bas ekan, haligi yarim tirkamalik furalar. Furalar. Yo'q, aka bizda furaga yo'q, faqat gazellar bor-ku mana. Gazel, o'zimizda gazel bilasizmi? O'sha magazinlarga mol tarqatasiz, narsa, oziq-ovqat tarqatishingiz mumkin, tarqatadi. Shunaqa ishi bor aka. BSE pravingiz bo'lsa. Bu qancha rasxod ketadi? O'sha Serbiyadami bu ham? Serbiyada rasxodini hammasini oxirida batafsil ma'lumot beramiz aka. Boshqa savollaringiz bo'lsa bering. Bo'ldi, shu rasxodini bilmoqchi edim. Bo'ldi. Oxirida eshitasiz aka, hamma haqida ma'lumot beramiz. Rasxodlari haqida, oyliklar haqida hammasini aka. Xo'p aka. Xo'p. Keyingisi Xan degan aka ekan. Savollaringiz bo'lsa bering. Assalomu alaykum aka. Eshityapsizmi? Keyingisi Ozodbek aka. Savolingiz bo'lsa bering aka. Assalomu alaykum. Ozodbek aka. Savolingiz bo'lsa bering. Xo'p. Abdulloh aka, savolingizni bering. Javob berishmayaptilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom aka. Yaxshimisiz? Charchamasmi ishlabmi? Serbiya haqida ma'lumot olmoqchi edim, batafsil. Omborxona bo'yicha. Qanaqa omborxona? Internet markazingmi? O'sha kelgan tovarlarni upakovka, sortirovka, markirovka qilasizlar aka. Og'ir yuk bo'lmaydi, eng balandda 5-6 kilo bo'ladi. O'shani upakovka qilib, sortirovka, markirovka qilib, kichkina aravachalar bo'ladi. O'shani yuklab, bundoq elektron aravalarda olib borasizlar aka. Shunaqa ish.
Erkak kishi Ha. ayol kishida ishlasa ham bo'ladi unda. Er xotin bo'lsalar ham yaxshi aka. Sharoitlar qilib berishadi, yotoqxonalarni ta'minlab berishadi, alohida er xotinlarga alohida yotoq joy qilib berishadi. Ha, sharoitlar qanaqa? Sharoitlar qanaqa? Soatiga necha puldan to'layapti? Oyiga qancha chiqyapti pul? Xo'p, oilalari haqida hammasini oxirida ma'lumot beramiz aka, oilalari haqida. Boshqa savollaringiz bo'lsa bering aka. Xarajatlar qancha ketyapti, xarajatlari? Xarajatlari haqida ham beramiz aka, oxirida hammasi, xarajatlari. Siz oldin boshqa davlatga chiqqanmisiz? Ha, chiqqanman. Qaysi davlatga chiqqansiz? Serbiyada bo'lganman. Serbiya. Nima ish qilgansiz aka yo'qda? Kuryerlik qilganman. Kuryerlikda. Qanaqa ishlagansiz aka kuryerlikda yo'qda? Okey, Subotica degan tumanida bo'lganman, Novoy Sadda bo'lganman, Belgradda o'zida ishlaganman. Xo'p, qanaqa bo'lgan aka? O'shani bir odamlarga bunday aytsangiz, masalan, o'zim ham ishlaganman Belgradda, o'sha Mingdan yuqori chiqarsa bo'ladi. Mingdan yuqori chiqarsa bo'ladi. Kuniga 10 soat kamida ishlasa, tipslari ham bor qo'shimcha. ingliz tilini bilsa, qiyini yengil bo'ladi-da. Shu aka, ishlari og'ir emas aka. Ishlasa bo'ladi, harakat qilsa. Italyanskiy belgilab beradi. Men o'zim Glovo firmasida ishlaganman-da. Glovoda ishlagansiz? Glovoda ishlaganman, Voltlarda ishlamaganman. Glovo yaxshi firma aka, u bonuslar ham zo'r beradi Glovo aka. Kuryerlikka boraman deganlarga Glovoga tavsiya qilaman o'shalar bilan borib ishlash. Shu kuryerlikka borolmasa, Glovo yaxshi variant aka. Zo'rda. Shu. Siz hozirda skladga bormoqchimisiz aka? Omborxonaga? Hozir men Toshkentdaman o'zim. Hozir qiziq so'radimda, qarasam endi men obuna bo'lib qo'yganman sizlarga. O'zi Get Vizadan borgan. Ha, Get Vizadan teng bo'lib borgan ekansiz aka. Mana odamlarga ma'lumot beryapsiz qo'ldan kelgancha. 23-yil borganman-da. Ha, bo'ldi aka. Bor ekan, mana Get Vizadan borganlar ham ancha. Ko'p bizdan borganlar, shu oramizda ham turibdi. Borib ishlaganlar. Qarasam, translyatsiya ketyapti ekan, shunga bir qiziqib kirim bir ma'lumot olaychi, qanaqa vakansiyalar ochilibdi ekan deb kirgan joyimda. Bo'ldi akajon, sog' bo'ling. Ishlaringizga omad akajon. Bir ma'lumot berib o'tsanglar oxirida bir ko'ramiz, ma'qul kelsa. Bo'ldi. O'zi hammasi haqida ma'lumot beramiz aka. Xo'p, rahmat aka, sog' bo'ling. Xo'p, keyingi savol Jahongir Soliyev. Savolingizni bering aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Jahongir aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sog'ligingiz zo'rmi? Rahmat. Charchamayapsizmi aka? Shukr, Xudoga shukr. Sog'ligingiz zo'rmi? Charchamaysizmi? Rahmat, bo'ladi aka. Bo'lyaptimi? Rahmat. Men ismim Jahongir, men Surxondaryodan nima qilyapman hozir? Gaplashyapmiz bilan. Hop. Biz endi 7-fevral kuni non va non mahsulotlari bo'yicha nima qilgandik? Hop. Serbiyaga hujjat topshirgan, to'lovlarni qilgandik. Hop. Shuni endi javobini kutib turgandik, endi shu 2 oydan 4 oygacha degandim, shunday degandim. Ha, javob chiqadi aka, xudo xolasa, yaqin qoldi, ozgina qoldi. Ma'lumot beramiz. Shuni bilmoqchi edim. Men oldin Get Viza orqali Serbiyaga borib kelganman o'zim ham. Ana siz ham borgansiz. Ha, bitta Get Vizaga orqali borgan klientlar ekanda hammasi bu yerda. Shunga yana sizlarga shu obuna bo'lganman, kuzatib boraman pastiyamni. Nima ish qilgansiz aka siz yo'qda, Serbiyada? Biz nimaga borganmiz? Mamungar degan nimasiga borganmiz. Ha, sezon ishga borgansiz, 6 oylik. Sezon ishga borganmiz. Borib kelganmiz. Sharoitlari qanaqa? Yaxshi bo'lganmi aka? Yoqqanmi sizga? Bo'ladi, yaxshi, zo'r. Yaxshi, zo'r ekan. Yaxshi ishlab kelib, shunga yana bir hujjat qilgandik, shu nimaga ko'zga shuni kutib turgandik. Shu endi nasib bo'lsa qachondan bo'lib qoladi deb. Xudo xolasa chiqadi aka. Sizga alohida yozib yuboramiz aka. O'zi sizga nima SMS yozib turamiz buni Telegramdan. Aka javob beramiz uni hammasiga. Sizga ma'lumot bo'lmaydi aka. 100% bo'ladi-ya, ishonchli. Ha, 100% aka, xudo xolasa. Ko'ngil to'q qilavering. Shuni so'ramoqchim, rahmat. Sog' bo'ling, ishlaringiz sog' bo'ling, salomat bo'ling aka. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p. Xo'p, keyingisi Muhsin Musayev. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum.
Alo. Assalomu alaykum. Keyingisi Baratov akam-da, Baratov. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom aka, yaxshimisiz? Nega charchamayapsiz? Rahmat aka. Savolim bor edi. Hop, hop. Ular degan joyga diplom yoki sertifikat deyilgan ekan. Masalan, Hop. kuryerlik yoki omborxona ishi bo'ladigan bo'lsa, qanday diplom yoki sertifikat so'raladi? Hop. Aka, diplom, sertifikat masalan, maktab yoki kollejni bitirganingiz diplomingiz borku, o'shalar kerak bo'ladi xolos. U aynan omborxona ish bo'yicha diplom kerak emas. U yoqda so'rashadi, qanaqadir bir muassasani bitirganmi degan savol berishadi-da, so'rashadi. O'shani biz tasdiqlab olib anaqa berishingiz kerak-da, yetkazib berishingiz kerak. Masalan, siz maktab bitirgan shahodnoma bo'ladi, to'g'rimi? Diplom bitirgan, kollejni bitirgan bo'lsangiz diplom bo'ladi. O'shani kopiyasini tarjima qilib jo'natiladi. Ular ko'rib chiqib sizga plyus bilan naboradi. Haqiqatdan bu o'qigan ekan, kollejni bitirgan ekan, malakasi bor ekan deb o'ylaydi aka. O'qimishli odamlar hurmat qiladi yo'q aka, Yevropada. Tushunarli aka. Bo'ldi, shuni so'ramoqchi edim. Rahmat. Bo'ldi, boshqa savollaringiz yo'q aka? Yo'q. Xo'p aka. Keyingisiga o'tamiz. Keyingisi Nazokat Atakulova. Keyingisi Nazokat Atakulova, gapirishingiz mumkin. Keyingisi Murodbek, gapirishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Alo. Alo. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Murodbek aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz o'zim? Charchamayapsizmi? Charchamayapsizmi aka? Labbay eshitdim aka. Meni ikkita o'g'lim bor. Hop. Bittasi 18 ga kirdi, bittasi 21 ga kirdi. Hozir bularda ozgina qiziqish paydo bo'luvdi, shu chetga borib ishlash bo'yicha. Shunga hozir o'g'lim telefonda shunaqa hozir manaqa konferensiya bo'lyapti. So'ragan bilmoqchi bo'lgan narsalarni so'rang deganiga hozir siz bilan gaplashyapman. Bering savollaringiz bo'lsa aka. Hozir 18 ga kirganlarda ruxsat bormi borishga? 18 dan o'tgan, 19 ga to'liq kirgan bo'lish kerak aka. 18 ga. Endi mana maktabni endi bitirib hozir mana ekzamenlarni topshirib, уже qutuladi-da shu maktabdan. Hech ham iloji yo'qmi? 19 ga kirib olishaversin aka, keyin bemalol bexotir jo'natsangiz bo'ladi aka. Til masalasi bo'yicha rus tilini bilish kerak. Rus tilini ikkovi juda yaxshi bilishadi. Rus tilini muloqot darajada bilishsa bo'ldi aka. Ja unaqa kirish ketish grammatikadan savol bermaydi, yo'q, grammatika oddiy savol. Demak faqat mana uzr gaplaring bo'ldim. Men bosh mutaxassisman, hozir endi bo'shadim, endi kirdim. Hozirgacha nima gap so'zlar bo'ldi eshitganim yo'q. Bunyod 18 yosh bo'ladi, faqat ota-onasini tilxatini olasizlar, chunki yosh maktabda endi bitirdi. Yoshi to'g'ri keladi, faqat u yoqdagi musofirchilik, boshqa shu narsalarga endi bola tayyormi, tayyor emasmi, har xil vaziyat bo'ladi. Shuning uchun ota-onasidan обязательно tilxatni olasizlar. Chunki ota-ona qaror qabul qiluvchi 18 yoshli bolalarda endi ota-onasida yoshi kattaroq bo'lgandan keyin уже bolalar bor. Misol 20-22 yosh Rossiya boradi, aqalqa borib keladi. Уже ular o'zlari qaror qabul qiladi. Nimadir qiyinchiliklar bo'lsa, adaptatsiya davridan oson o'tadi. Lekin maktabda endi bitirgan bola agar miyasiga quyib jo'natib yuborsangiz, Murodbek aka, bu musofirchilikda har xil holatlar bo'ladi. Misol hali katta muammolar aytmayapti, unaqa muammolar bo'lmaydi. Oilagi bilan, o'rtog'i bilan, ishi bilan muammo bo'lmaydi, lekin undan tashqari qanaqadir yengil mayda-chuyda hayotni o'zidagi haligi anaqalar bo'lib qolsa, misol xonasida o'g'irlik bo'lib qoldi, o'rtog'i bilan tortishib qoldi, bitta ishchi bilan tortishib qoldi, o'zini hayotidagi lichniy anaqasidagi shaxsiy anaqasi bilan bog'liq narsalar bo'lganda, u narsalarni o'zi hal qila oladigan darajada bo'lsa yaxshiroq bo'ladi-da. Lekin endi har xil bolalar bor. Misol uchun bolalar bor, 7-sinfda уже katta bolalardek fikrlaydigan bolalar bor.
yoshi katta, hali ham o'sha maktabda fikrlaydiganlar bor. Bitta ishni 35 ga kirsa ham ep qilmaydigan odamlar bor. Maktabda o'qib, katta odamlar ishini qiladiganlar bor. U endi individualniy podxod, bu o'ziga bog'liq narsa. 18 yosh bo'ladi, pasporti bo'lsa, attestat yoki diplom bo'lsa bo'laveradi. Endi hozir attestat oladida, endi hozir rahmat. Ammo attestat hozir bundan oldingi yigitni savoliga efirda turgan bo'lsa, attestat yoki diplom Serbiyada hamma yo'nalishlarga so'raladi. Bu minimal ta'lim anaqasini olgan yo olmaganligini bildiradi. Misol 9-sinfni bitirib, dalsh hech narsa qilmaganlar bo'lsa yoki attestati yo'q odam bo'lsa, nimadir o'qiy olmaydi. Nimadir tushuntirish qiyin bo'ladi degan ma'noda ularning hujjatini qabul qilmaydi umuman migratsiyasi. Diplom yoki attestat bu hayotdagi minimum ta'lim anaqasini olganligi uchun, o'shani tasdiqlash uchun so'raladi xolos. Lekin asosiy rolni o'ynamaydi, ularga konkret hammaga beriladigan ish beriladi-da, to'g'rimi? Ha, uni attestat bilan diplom bilan bog'liq narsa emas. Men hozir ba'zi kompaniyalar bor, juda spetsifik deymiz, unaqaga biz ko'p ishlamaymiz, chunki unaqa mutaxassislarni o'zi O'zbekistondan dars ketmaydi. Argon svarshiklar bor, misol uchun, yoki qanaqadir imennoy fura haydaydiganlar, furachilarda обязательно C prava bilan taxograf kod 95 degan narsalar so'raladi. Kvalifikatsiyasini tasdiqlash zarur bo'lgan, talab qilingan kasblar bo'lsa, o'shalarda qanaqadir maxsus hujjatlar so'ralishi mumkin. Qolgan hech qaysida hammasida bir xil minimum ta'limni olganligi so'raladi xolos, diplom yoki attestat. Endi hozir bu ikkovida hech qanaqa nima yo'q, diplom yo'q, faqat shu maktabda obrazovaniyasi bor. Maktab o'sha eng minimum ta'lim. Insoniyatni butun dunyoda insonlar eng minimum ta'lim, majburiy ta'lim bor. O'sha 11-sinf Yaponiyalarda, 12-sinf qaysidir davlatlarda 12 ta sinf o'qiydi, qaysidir davlatlarda 11 ta sinf o'qiydi. O'shani hujjati beriladi xolos. Bu farqi yo'q. Diplom kollejdagi yoki maktabda attestatimi? Demak iloji bor ekan. Men masalan demak iloji bor ekan, buni demak men ikkov o'g'limni birdaniga bir joyga jo'natsam bo'ladimi? Jo'natsangiz bo'ladi aka. Faqat o'sha o'zingiz bilan ham обязательно konsultatsiya o'tib, sizni o'zingizdan ham tilxat qilib olinadi aka. Tushunarli. Endi ikkov birga bo'lgani yaxshi deymiz-da biz, ota-ona ko'proq shuni. Endi bular yoshlarni chiqarish kerak, borish kerak, ko'rish kerak. Uncha qiyinchilik bo'lsa yengadi, boshqa ertaroq hayotga kirishadi. Ertaroq pul topadi, dunyoni ko'radi. Endi manavi xarajatlarga kelsak, dokument tayyorlash va xarajatlarni hozir bunyod oxirida tushuntirib beradi, qancha rasxod ketadi, qaysi vakansiyaga. Chunki bu vakansiyalar hammasi har xil kompaniyadan, har xil koordinatorlardan, hamma koordinatorlarning oladigan puli har xil. Ilgari misol uchun Serbiyalar почти boshlaganimizda 2019-yil Serbiya bilan boshlagan bo'lsak, u paytlarda juda minimal summalar bo'lgan, lekin ular ham borgan sari o'zbeklarni, biznikilarni ko'ryapti. Biz o'zimiz ham ko'rganmiz, mana o'tgan yil, undan oldingi yil, mana hozir Mamingerda ishlab kelganman dedilar, ular ham bilsalar kerak o'sha Maminger kompaniyasida nimalar bo'lganini, o'zbeklar bilan imенно bir-birini kovlagan, boshqa qilgan, kimdir ishdan qochib ketgan, kimdir narsasini o'g'irlab qo'ygan, shunaqa narsalarni ko'rgani sari уже chet eldagi partnyorlar ham shu narsaga adaptatsiya bo'lyapti. Narxlar ilgarigidaqa hech qachon bo'lmaydi. Bundan keyin ham hozirgi narxlar bundan keyin ham bo'lmaydi. Hozir narxlarni oxirida sizga tushuntirib beradi. Boshqa firmalardaqa qimmat emas, chunki biz o'zimiz asosan boshqa firmalarga ham xizmat ko'rsatamiz. Minimum anaqalarni hisob-kitob qilingan natija uchun. Narxlarni oxirida tushuntirib beradi Bunyodbek. Demak, jicha kutib turamiz ekanda, oxirida. Oxirigacha o'tiring, shu eshitasiz. Yo, ancha kutamizmi? Yo'q, shu hozir 2-3 kishiga savollarga javob berib o'tsa, keyin yo'q o'tsa, hozir men zoomim bor edi, ungacha shu joyda bo'lsam, men o'zim tushuntirishim mumkin. Xo'p, biz kutamiz bo'lmasam. Bo'pti, rahmat. Xo'p, sog' bo'ling.
Hop, Bunyod prezentatsiyada hamma vakansiyalar tushuntirildimi hozir aktualnilar? Yana qurilishga tushuntirilmadi, qurilish bo'yicha vakansiyalar. Deyarli Bo'ldi, davay. Kuryerlik bo'yicha bo'ldi, qurilishga men tushuntirib beraman. Hozir vaqt bor. Prezentatsiyani qurilishga o'tkazing. Xo'p, qurilishdiki bu kompaniya nima deydi? Men o'zim partnerlar bilan o'zim gaplashib, o'zim kelishuvlar qilganim uchun to'liq ayta olaman. Bu kompaniya juda ham ishonchli. Bularga faqat hozir armaturshiklar bilan apalubkachilar kerak. Apalubka qurilishda ishlaganlar biladi. Buni rus tilida plotnik deymiz. Asli plotnik o'zbek tiliga tarjima qilsak bu duradgor. Chunki apalubkani biz taxtadan quriladi. Hop, apalubkachilar kerak, armaturshiklar kerak. Jami o'zi 90 ta kerak asli, lekin hozirgi boshlanishiga biz ular bilan kelishganmiz. Qanchadir rasxodlari bor, o'sha rasxodlarni qanchadir qismini ular qoplab beradigan boshlanishiga, lekin borgandan keyin ishchilar birinchi oyliklarni to'lab beradigan qilib gaplashganmiz. Uni hozir oxirida aytib o'taman. Hozir oyliklariga o'tsak, qani buni prezentatsiyada oyliklar bormi? Xo'p, yotoq joy skladga o'tib ketdik. Bunyod? Hozir. Chapga bossang orqaga yuradi. O'ngga bossang keyingi hali ko'rilmagan prezentatsiyalarga o'tadi. Oyliklariga o'tamiz hozir. Xo'p. Oyliklari chiqdi. Xo'p, yotoq joyi beriladi bu kompaniyada. Qurilishlar o'sha katta domlar qurilishlari. Ishchi kiyimlar beriladi. Qo'shimcha vaqt uchun bonus ham beriladi. Xo'p, oyligi 1 soatiga 5 yevrodan buni shunaqaga kelishilgan. Bu kompaniya agentство ish beruvchi bilan shunaqa kelishgan 5 yevrodan. Bu Serbiyada ishlab yurganlar bo'lsa yoki ilgari borganlar bo'lsa, ular tasdiqlashi mumkin. Shu 5 yevro soatiga bu yomon pul emas. Serbiyada zo'r soatiga. Dam olish kunlari beriladi, как положено. U paytlarda bemalol aqalga chiqish mumkin. Ovqat beriladi, sug'urta, xavfsizlik sug'urtasi, hayot sug'urtasi deymiz. Shuna sug'urtalar полностью qilib beriladi. Hop, birinchi o'rinda bu eng ustun tomoni bu ish beruvchini ishonchliligi. Oylik bilan hech qanaqa muammolar bo'lmaydi agarki borayotgan odam haqiqatan armaturachi, apalubkachilar deyapmizmi? Armaturachi borsa, apalubkachi borsa. Lekin borib turib, bu ishni ko'rib qilib ketaveraman deydigan odamlar bo'lsa, unaqalar ham borishi mumkin. Bizkilar usta xalq, hammamiz erkaklar o'zimiz ham misolda bu ishni qilib ketaveramiz. Lekin ishiga mas'uliyatli bo'lish kerak. Borgandan keyin ayda ish beruvchi bilan o'rtada problemalar bo'lmasligi kerak. Men o'sha hayotimda qilmaganman, ko'rib o'rganmoqchiman, deb tomosha qilib boshqa bo'lmashi kerak. Realni ular kimni kutayotgan bo'lsa, shunaqa odamlar borishi kerak, ishlash kerak. Armaturachilar, apalubkachilar kerak. Faqat keyingi prezentatsiyada nima ko'rsatilgan? Keyingi prezentatsiya. O'ng tomonga bosamiz. Mishkada emas, klaviaturani o'ng tomoniga bir marta bosamiz. Keyingi prezentatsiya skladga, omborxona ishchisiga. Hozir bundan oldingi prezentatsiya bitta o'tib ketmadimi? O'zing ham qarab turibsan-a ekranga buni? Qarayapman. Hop, bunga yoshi 20 yoshdan 50 yoshgacha kerak. Ish tajribasi o'sha hozir aytgan narsa обязательно bo'lishi kerak. Zagrampasport bo'lsa bo'ldi, sudlanmaganlik qog'oz kerak. Rasm bu уже ishga harakat qilib bo'lgandan keyin oxirida elchixonaga zapis qilinayotganda rasm, diplom yoki attestatni shu narsalar kerak bo'ladi.
Xo'p, bunga xohlovchilar bo'lsa, buni hozir tushuntiraman. Oxirida qanaqa to'lovlarni qancha qismini ish beruvchiga borib ishlab qilib berish mumkin. Faqat shu qurilish ishchilardagina shunaqa kelishuv qila olganmiz xolos. Boshqa sklad ishlari, kuryerlikda unaqa variantlar yo'q. Chunki manlarda hozir juda ham odam ko'p kerak. Bular bilan birinchi kelishganimizda kim kanalda ko'rib turgan bo'lsa, qoplab berish, borib oylikdan berish degan narsasi yo'q edi birinchi qo'yganimizda. Keyin biz tomonimizdan juda ko'p haligi spetsialistlar bo'lganligi uchun, ko'p anaqa bo'lmaganligi uchun kompaniyani bizga aloqaga chiqdi. "Davay nima qilib beraylik" dedi. Xullas boshlanishiga faqat biletini olib beraylik deb ko'rdi. Biletini borgandan keyin qilib beradigan qilib, biz aytdik, bilet уже kamlik qiladi. Tuzukroq summaga davay borgandan keyin shunaqa summa hisoblaylikki, bir oyda primerna kamida 1000, 1300, 1400 shunaqa oladigan bo'lsa odam yonida pul qolishi kerak, senga beradigan puldan tashqari. Shunaqaga kelishamiz deb 800 yevrosini u yoqda beradigan qilib gaplashganmiz. Hozir oxirida umumiy narxlarini, hamma narsasini aytib o'tamiz. Keyingi vakansiyamiz menimcha sklad bo'lsa kerak. Xo'p, yana bitta o'tkazaveraman. Bunyod bu yerda faqat hech qanaqa ma'lumot yo'q. Bunyod bo'ldi. Xo'p, bu skladlar Serbiyada o'z asli unaqa skladlar ko'p emas. Karantindan keyingi mana onlayn strukturalar hammasi ko'paygandan keyin agar kim Rossiyada ishlagan bo'lsa, Wildberries'da, Yandex'da, O'zbekistonda uzun skladlari bor. Shunga o'xshagan sklad. То есть internet magazinda sklad. Bu joyda asosan skaner bilan ishlanadi. Skaner degan qurilma bor, pistoletga o'xshagan, kassa apparatga o'xshaydi. Как terminallardagi ekranli shu skanerda shtrix kodlarni magazinlarda ko'rgan bo'lsangiz, shtrix kod bo'yicha tovarni sotib o'tkazishda bosiladi. Xuddi shunga o'xshagan sverka qilib yuriladi. Faqat skaner bilan ishlanadi. Skaner bilan ishlamaganlar boshqalarga ishni boshida обязательно o'rgatiladi. Qanday ishlatiladi, nima qilinadi o'zi вообще deydi, upakovkishlar bo'ladi, kladovshiklar bo'ladi, komplektovshiklar deymiz, komplektovshiklar bo'ladi. Bularni borgandan keyin o'zi ish beruvchi o'zi joy-joyiga hammani ajratadi. Bayiga xotinlar ham bo'ladi, erkaklar ham bo'ladi. Agar xotinlar bo'lsa, alohida yotoqxona qilib berishi mumkin. Bitta xonada 2 kishidan 4 kishidan yashaydigan xonalar. Faqat internet magazinda anaqalar, nimalardir qoplarni ko'tarish kerak yoki bir qanaqadir mebellarni ko'tarib yo'q-yo'qqa siljitish kerak. Unaqa narsalar yo'q. Internet skladlarda ishlaganlar bo'lsa, asosan internetdan bilasizlar, unaqa gabariti katta bo'lmagan narsalar sotiladi. Yengil, kichkina narsalar. Xo'p, ish joyi shunaqa, ishchi kiyimi beriladi, qo'shimcha vaqt va boshqa narsalar uchun yaxshi ishlaganlar uchun hammani plani bo'ladi. Planlarni yaxshi bajarayotgan boshqalarga premiyalar, bonuslar beriladi, dam olish kunlari ham beriladi, как положено. Ovqat beriladi, sug'urta обязательно bo'ladi. Ish vaqti har kuni 10 soat. 10 soat bir haftada 5 kun deyilgan reglamentida, lekin internet magazin bo'lganligi uchun, misol uchun shanba, yakshanba kuni ham odamlar nimadir sotib oladi, boshqa bo'lganligi uchun logistikada ishlaydi. Qo'shimcha vaqt bersa chiqish mumkin, ish beruvchi bilan kelishgan holda. Kuniga lekin 10 soat. 10 soat tikka turib, hech kim o'tirib, stulda o'tirib ishlamaydi. Tinmasdan yurib ishlanadi kun bo'yi. Bayda o'sha nima deydi? Sabrli anaqalar bo'lishi kerak. Bir xil ritmda ketadigan ish, har kuni bir xil ritmda bo'ladigan ish. Xo'p, keyingi prezentatsiyada nima? Bunyod. Oyliklar bunda soatiga 4.10 deyilgan, 4.10 yevro deyilgan, soat bilan hisoblaydigan bo'lsak, oyiga
o'sha 900 dan 1,5 ming, 1400 shunaqagacha balki bonuslari bilan boshqalari bilan bo'lib shu 1600 gacha chiqishi mumkin. Lekin 1600 ni plan qilish kerak emas. Bu 1600 bu eng maksimal holat hisoblangan. Kimdadir bor, kimdadir yo'q. Kimdadir bonus bo'ladi, kimdadir bo'lmaydi. Kimdir planni bajara oladi, kimdir bajara olmaydi. O'rtacha 900 bilan 1300 ni o'rtasini hisobini olish kerak. Keyingi prezentatsiyada Bunyod talablarini tushuntirib o'tdik. Endi bo'ldi, bular aytildi. Hujjatlar o'sha zagram pasport kerak. Sudlanmaganlik qog'oz, 3,5 4,5 rasm, bularni pasportlar jo'natilayotganda kerak bo'ladi. Xo'p, kuryerlarda ishi bo'yicha narx-navosi, xizmatni narxini aytib o'tib ketaman. Kuryerniki Bunyod bo'ldi. Alo. Bunyod bo'ldi. Prezentatsiya tegmaysana dальше. Alo. Davom etiraveraymi? Ha, bo'ldi. Bu tomonda xohlasang narx-navosini boshqasini o'zing tushuntirib ber. Bo'lmasa men aytib o'tib ketaman. Ha, mayli, aytib ketaver. Kuryernikini, xo'p, vakansiyalar bonus tushuntirildi. Umumiy to'lovi 1250 mi hozir? 1250 dollar. 1250 dollar. Xo'p, boshlanishida shartnoma qilishda 600 dollar to'lanadi. Viza chiqqandan keyin qolgani 650 dollar to'lanadi. Biletni o'z hisobingizdan olasiz. 250 dan 350 gacha bu qaysi tomondan 300 ga O'shdan uchsa bo'ladi, Samarqanddan uchsa bo'ladi, через Abu Dhabi, Toshkentdan uchsa bo'ladi. Eng qimmati Toshkent, Istanbul, Belgrad bo'ladi. Eng arzoni Samarqanddan haftada bir marta chiqadi. O'sha Abu Dhabi reysi orqali Abu Dhabidan u yoqqa uchadigan qilib qilsa bo'ladi. Xo'p, O'shdan ham arzon chiqadi. Agar vodiyliklar bo'lsa, O'shdan ham arzon chiqadi. Haftada 2 marta, 3 marta arzon reyslar chiqadi. Qancha erta olinsa, shuncha yaxshi. Biletiga keladigan payt oldindan konsultantingiz bilan maslahat qilasiz. Konsultant o'zi olib berishi mumkin pulni, viza kartangizni to'lab bersangiz. Xo'p, pulni to'lovlar shartnoma asosida faqat bank orqali to'lov qabul qilinadi. Xo'p, kuryerni kimlarga men shaxsan mutaxassis sifatida kimlarga maslahat beraman? Kuryerni odamlar bilan ko'proq muloqot qilishni yaxshi ko'radigan, shu narsani eplaydigan yoki odamlar bilan yaxshi muomala qila olmasa ham dalshi bir har xil anaqalardan qo'rqmaydigan, misol uchun rivojlanishdan qo'rqmaydigan. Bu narsa agar kim bilsa odamlar bilan ishlash odamni вообще rivojlantirib yuboradi psixologik tomondan. Agar o'sha anaqalardan o'tishni xohlaydiganlar bo'lsa, qiziqarli ish rostdan ham, chunki har kuni har xil klientga narsalar olib berasiz. Kim bilandir zo'r bo'lib qolasiz, kim bilandir misol uchun yoqmaydi deydi-ku, ko'rdi yoqmay qoldi kimgadir. Turuq sovuq deb sizga to'g'ri kelmadi. Kim bilandir вообще qalin bo'lib ketasiz. Bir vaqtda misol uchun bir oyda bitta klient 10 marta, 20 marta sizga именно sizni tanlab nimadir zakaz qilishi mumkin. Unaqalar bilan qancha muomalangiz zo'r qilganingiz sari yaxshi bo'lib ketasiz va shu orqali muomalangizga qarab tipsiz ko'payib boradi. Hozir ishlaganiga gapirdilar, ular bilsalar kerak, qancha muomala zo'r bo'lsa, shuncha tips ko'tarilib boradi. Tips bu choy haqi, choy puli. Serbiyada choy puli maksimum eng Yevropani ichida desam bo'ladi. Agar kimda kim borganda shu gapga tasdiq olasizlar, restoranlarda boshqa joylarga borsalaring, tips puli ofitsiantlarga ham juda zo'r beriladi. Bizdaqa chekiga yozib qo'yib boshqa qilib emas. Undan tashqari mehnat qadrlanadi demoqchiman. Именно odamlarga xizmat ko'rsatuvchilar, mehmonlar ham, ofitsiantlar ham, kuryerlar ham tipsni zo'r oladi agar muomalasini ham yana ham yaxshi qilsa, odamlar bilan zo'r muomala qilsa. Xo'p, keyin kuryerlikda yana plyus tomonlari, ekonom qiladigan tomonlari ovqatlanish o'zini hisobidan, ovqatlanishda преимуществоsi bor. Ko'p restoranlarda
kuryerlar uchun qanaqadir bonuslar ajratib qo'yilgan. Misol uchun McDonald's desak, McDonald'sda bir kunda bitta kuryer uchun bepul qanaqadir hot dog yoki bepul kofe yoki KFC'da o'sha oyoqchalar qanchadir porsiyada bepul. Bular kuryerlarni o'ziga jalb qilish uchun. Chunki kuryerlar qancha ko'p bo'lsa, ularda sotuvlar demak zo'r bo'layotgan bo'ladi. Shuni hisobiga ovqatlanish tomonidan umuman muammo bo'lmaydi, chunki kuryerlar faqat oziq ovqat tashiydi. Bunda borgan sari, vaqt o'tgan sari daromad ko'payib boradi. Bunga sabab kartani yangi bordingiz, kartani zo'r bilmaysiz, bitta joyga borishingiz kerak, 10 minutda bordingiz, boshqa yo'ldan bordingiz. Keyingi safar уже 7 minutda borsa bo'ladigan yo'lni bildingiz. Keyingi safar bitta yo'lda hozir bir daqiqa. Bir vaqt o'zida ilgari birinchi borgan odam 20 minutda bitta dastavkani bitta zakazda olib borgan bo'lsa, siz bir oydan keyin 20 minutda 5 ta dastavkani olib borishingiz mumkin. Qanday qilib? Chunki siz kartani bilasiz, bitta yo'nalishga, bitta kartaga 5 ta zakazni urib keta olasiz. Buni dastavkada ishlaganlar biladi. Vaqt o'tgan sari daromadingiz faqat ko'payib boradi. Xo'p, oyligi ham zo'r, oyliklari ham qancha ko'p ishlasangiz, qancha muomalangiz zo'r bo'lsa, shuncha daromadingiz ko'payib boraveradi. Bu yoshlarga zo'r. Yoshlarga, qizlarga ham to'g'ri keladi. Agar qizlar ingliz tilini, rus tilini biladiganlar bo'lsa, mabodo ingliz tili bazaviy bo'lsa, qizlarga ham zo'r. Keyingi prezentatsiyada qaysi? Skladga keyingi sklad to'lovlari. Xo'p, armaturachilarni Xo'p, skladdagilarga narx rasxodlar 1200 ichiga nimalar kiradi? Sizni o'sha u yoqdan приглашениyangiz qilinishi, misol uchun приглашение plus sug'urtangiz elchixonaga topshirish uchun Moskvaga pasportni borib kelishi, pasport oson emas, borib kelish, chunki любой hujjat borib kelishi oson, lekin pasportniki oson emas. Buni o'ziga yarasha rasxodlari bor, kuryerlari bor, именно shu bilan shug'ullanadigan. Bu rasxod ham ichida, sug'urta ichida, elchixona to'lovlari ham shuning ichida, Moskvadagi kuryerni puli ham shuning ichida, hamma rasxodlar shuning ichiga kirgan. Plus shu firmani o'zini xizmati ham shuning ichida. Boshlanishiga demak to'lov $800 to'lanadi. Bittada srazu xohlaganlar buni srazu firmani shotiga to'lashi mumkin. Xohlaganlar viza kartasi borlar bo'lsa, soliqdan boshqadan yutish uchun sizga rekvizit beriladi. Srazu u yoqdagi koordinatorni danilariga chiqarishingiz ham mumkin. Xohlasangiz O'zbekistondagi firmani shotiga to'laysiz. Xo'p, dalshki viza chiqqanidan keyin qolgan $400 pasportingizni olayotganda to'laysiz. Vizani o'z hisobingizdan olasiz. Narxlarni aytdim. То есть biletni har kim o'zini hisobidan oladi. Skladda ham ishlarni polni tushuntirdim. Bayda tips yo'q, kuryerlikda, lekin bu stabilniy bir xil ishni yaxshi ko'radigan, bir xilda ishlaydigan ish. Bu ham qiziqarli. Faqat o'zbeklar emas, aralash serblar bor, boshqa davlat fuqarolari ham bor. Xo'p, keyingisi prezentatsiyada. Xo'p, bu hozirgi qurilishchilarga aytganim, bu qurilishniki bo'yicha umumiy to'lov €1600 ketadi. Chunki bu nimadan kelib chiqib qo'yilgan? Ish beruvchi va o'rtadagi koordinatorni ham bular o'sha oyligiga qarab turib hisob-kitob qilgan, oyligi chunki haqiqatan katta narx qilingan. Plus ish beruvchi bilan agentство o'rtadagi, u yoqdagi agentство pul olishga kelishmagan. Shuni hisobiga uni minus qilib, lutchi oyligini ko'tarib berish, polni biz ishchilarni maksimalni zakazni yopib beraylik. Shunaqa kelishgan u yoqdagi agentство. Shuni hisobidan kelib chiqib, ular narxni qo'yib aytgan. O'sha narxlar ustiga keyin biz bu yoqdagi rasxodlar, sug'urtalar, viza, pasportni borib kelishi, tarjimalar hammasini ustiga qo'yib, firma xizmatini ustiga qo'yib turib narx chiqarilgan. Bu narxdan umumiy to'lov €1600, boshqa
boshlang'ichida 800, viza chiqqandan keyin 800 edi o'zi asli. Bilet har kim o'zi oladi. Aslida shunaqa edi. Buni o'sha o'tgan kun kelishuvimizdan keyin boshlang'ich to'lov 800 euro to'lanadi O'zbekistonda. Hamma narsalar bitgandan keyin o'sha biletingizni harakatini qilasiz. Biz kurlarini, boshqalarini aytamiz. Gruppa bo'libmi yoki 5 kishidan bo'libmi, hamma oladi biletini. Borgandan keyin birinchi oylikdan 800 euro ularga to'lab berish kerak. Vizadan keyin ofislarda har bitta klient bilan aktsiyaga da'vatnoma qilib olinadi, что siz rostdan 800 euroni mana siz gaplashgansiz, ko'ngansiz, rozi bo'lgansiz, oyligingizdan to'lab berishga rozisiz. Chunki bu yoqdagi odam sizga yalinib yoki so'rab yurmasligi kerakda. O'sha da'vatnomalarni qilib, как положено siz qo'l qo'yasiz. Bo'lgandan keyin o'sha da'vatnomani bir kopiyasini o'zingiz bilan olib ketasiz ish beruvchiga. Ish beruvchiga borgandan keyin beriladi. Biz bu yoqdan o'sha kopiyasini bosib ba'zan tasdiqlab qo'ygan bo'lamiz. Borganda birinchi oyligingizdan keyin o'zingiz o'sha pulni sizdan olib qoladi. Dalish qancha qolsa 200 euromi, 400 euromi, 500 euromi ishlagan soatlaringizga qarab qancha qolgan bo'lsa, o'sha pulni keyin o'zingizga ishlatasiz. O'sha biletlaringiz puli chiqadi, hamma rasxodlaringiz, bu yoqda rasxodlaringiz puli bir yarim oyda chiqadi. Plus hamma keyin bu narsa faqatgina boshlanishiga testoviy, o'zi aytdim-ku 90 ta odamini faqat ular hali o'zbeklar bilan ishlab ko'rmagan, ular faqat eshitgan, что Rossiyalardan eshitgan kompaniyalardan o'zbeklar zo'r ishlar ekan, o'zbeklar ichida shunaqa mutaxassislar ko'p ekan degan narsalar eshitgan. Shuning uchun baribir 90 tani sразу qilmaymizda, testoviy ko'raylik deyapti. Faqatgina 10 ta armaturshika apolovka ochiladi, 20 kishiga shu variantni qilib bera oladi. Ular biz shunaqa kelishdik boshlanishiga. Bu odamlarni yig'amiz, ko'rsatamiz. Imkon darajasida men o'zim shaxsan harakat qilaman. Faqat bularni vizasini chiqazib, jo'natib, bularni ishini ko'rguncha qolgan 60 ta odam qarab qolmasligi uchun ijro protsessni boshlab olib, vizalarni chiqazgungacha hujjatlarni qilish davomida men harakat qilaman, yana odam qo'shtirishga. Lekin bu ularni qaroriga bog'liq. Ko'nadimi, ko'nmaydimi bilmayman. Hozir naqdi 10 kishi plus 20 ta apolovkachiga ular o'shanaqa variant qilib berishga tayyor. Keyin hamma Serbiyani vakansiyalarida, agar buni aytib o'tgan bo'lsa kerak, Serbiya nima uchun hozir Serbiya imенно shu proyektlar zo'r. Nima uchun? Bu narxlar keyinchalik bunaqa narx bo'lmaydi. Kim chet ellarga topshirib yurganlar bo'lsa hamma biladi. Tasavvur qilinglar, bundan 6 yil, 7 yil oldin, 5 yil oldin Polsha varianti qanaqa edi? Polshaga shaxsan 2018-2017da odamlarga hujjat qilishni boshlagan bo'lsam, eslayman, elchixonasiga borsak 4 kishi, 10 kishi turardi. Viza 99% odam hamma olardi. Rostakam qanaqadir ishkal bo'lmasa, viza hammaga berardi. Oradan yillar o'tdi. Hozir Polsha eng muammoli emas, viza oladi unda ham, lekin juda ham uzoq vaqt oladigan proses. Yana Litvani ko'ringlar. Litvani bundan 3 yil oldin erkin bo'lgan. 3 yil, 4 yil oldin erkin bo'lgan. Elchixonasiga topshirish muammo bo'lmagan, ish beruvchilar ham ko'p bo'lmagan, firmalar ham ko'p bo'lmagan. Hamma o'zini yo'lida ketgan. Chet elga ketish bu darajada hozirgi shu oxirgi 1 yilda ichidagidaqa juda ham ommalashib ketgan bo'lmagan. O'sha paytlarda misol uchun ish beruvchi svarkaga ketgan, furach furaga ketgan, hamma o'zini yo'nalishida ketgan. Hozir ko'rayotgan bo'lsalaring, bitta qo'shningiz umuman katta mashina minganini ko'rmagansiz, furach bo'lib ketibdi deb eshitasiz. Bittasini eshitasiz, svarshik bo'lib ishlayapti ekan deydi. Bittasini eshitasiz, yana umuman umringizda tasavvur qilmagan narsalarga odamlar shunaqa любой narsa topshirib ketaveradigan bo'lib qoldi. Shuni sababidan hamma elchixonalarda ishkallar ko'paygan. O'zimiz tilda aytganda ishkal ko'paygan.
vaziyat rostdan ham o'zgardi. Elchixonani o'chirishlar muammo bo'lishni boshladi. U yoqdagi o'zbeklarni ko'proq bilishni boshlagandan keyin qochib ketadiganlar, bizda shustrlarimiz bor-ku, shustrlikni bir faxrlanib yuradigan o'zbeklarimiz bor. Shunaqalar iloji yo'q qolganlarni yo'lini to'sadigan vaziyatlarni qilavergani uchun даже qonunchilik ham o'zgarishigacha ham olib borildi. Misol uchun Slovakiyada o'tgan yil sentyabrdan beri migratsiya qonunlarida 2 marta o'zgarish bo'ldi. Serbiyada ham o'zgarishlar bo'ldi. Serbiyanikida yaxshi tomonga o'zgarish bo'ldi. O'tgan yil 1-fevral, o'tgan yil fevralda, bu yil yaqinda mana namoyishlar paytida ular o'zini ehtiyotkorlik qilish uchun chet eldan har xil agentlar, davlatning ichida har xil gruppirovkalar tuzishi mumkin deb chet elliklarga keladiganlarga qo'shimcha talablar qo'yish uchun migratsiya qonunchiligida ozgina o'zgarishlar bo'ldi. Shuning uchun Serbiyaga kimlar topshirganlar bo'lsa, oxirgi 4 oy, 5 oy ichida ular biladi, hujjatlar juda ham sekinlashib ketdi. Hozir o'sha narsa normaga tushdi. Mana 2 hafta bo'ldi. 2 haftadan beri o'sha politsiyasi o'sha odatdagidek ishlayapti. Polni politsiyalar chet elliklar bilan o'sha namoyishlar hisobiga o'shalar bilan bandida hammasi o'sha iziga tushyapti. Serbiya bu bilan nimani aytmoqchimiz? Mana Bolgariyani misol keltiraman. Bolgariya bilsalaring o'tgan yili Bolgariyaga ketish $300, $400 bo'lgan o'tgan yili. Bilmayman qolgan firmalarda qanday, lekin biz o'zimizda shaxsan bizdagi proyektlardan firmalar berganimizda boshida $450, $500 sotishgan. Hozir Bolgariya 1000-1200 sotishyapti ekan, men eshitishim bo'yicha. No, unda ham baribir muammolar bor. Hujjatlari sekin chiqishni boshladi. Elchixonasi muammo bo'lishni boshladi, elchixonasida ham. Bu narsalarni hech kim kutmasin, qachondir yaxshi bo'lib ketadi deb. Chet elga chiqmoqchi bo'lganlar bo'lsa, vaziyatni qaranglar. Hech qaysi elchixona bilan bo'layotgan proseslar hozirgacha yaxshi bo'lmadi, faqat yomon bo'lyapti. Bundan bu yog'iga ham shunaqa davom etadi. Hech kim qanaqadir mo'jiza kutmasin. Serbiyaning narxlari tushib ketadi, Slovakiyaning narxlari tushib ketadi, Polshaning elchixonasi ochilib ketadi, Litvani o'chirdik, zo'r bo'lib ketadi. Hozir $500 bo'lyapti, Litva o'chirdi o'zini. Shunaqa bo'ladi deb hech kim kutmasin, mahallada o'tirib, prosta ekspert sifatida, shu sohani tajribali mutaxassis sifatida, xalqaro rekruter sifatida, boshqa davlatlardagi proseslarni ko'rgan inson sifatida, mana Bangladeshda tarixini, misol uchun, migratsiya sohasida tarixini men shaxsan o'zim zo'r bilaman. Belorussiyanikini bilaman, Ukrainanikini bilaman, Hindiston, Pokiston. O'sha joylarda hozir Polshaga viza olish uchun odamlar $6000-$7000 berishga tayyor. Bitta Polshaga. Litvani VNJsini bizda O'zbekistonda $1000, $2000 sotib ketganda, ularda 7000-8000 berishga odamlar tayyor, lekin variant yo'q. Umuman o'shancha pul bersa ham variant yo'q. O'shancha O'zbekistonda ham ko'rayotgan bo'lsalaring, chet elliklar imенно o'sha Bangladesh, Pokiston, Hindistonlar ko'payib boryapti. Ular VNJ olish uchun O'zbekistonga keladi. Ular uchun bizdan ham bitta pastda. Ular bizga VNJ olgani kelib, u VNJ bilan boshqa davlatga ketish maqsadida keladi. Xuddi shunday bu Serbiya, biz Serbiyaga boramiz, Serbiyadan vaqt davomida 6 oy, 8 oy ishlab, yaxshi bo'lsa o'sha yerda qolamiz. Dalsha teparoqqa chiqishimizni xohlasak, biz o'sha yerda VNJ olamiz. VNJni olgandan keyin o'sha keyingi etaplarga harakat qilamiz. Keyingi etaplarda ham o'zimizni klientlarda mana Getvizani o'sha ishni boshlagandan beri 19-yil boshlagan bo'lsa, 18. O'shandan beri bizda shunaqa klientlar bo'lgan, o'sha noldan ketib hozir Shvetsiyada yurganlar bor, Amerikada yurganlar bor, Angliyada o'sha VNJlarni olib yurganlar bor. Bu narsalar srazu как narvonni 3-pog'onasiga sakrab chiqib bo'lmaydi. Unda og'ir ahvol bo'ladi. Shunaqa holatlarda ko'rish kerak. Har kim o'zi to'g'ri vaziyatga to'g'ri baho berib, o'zining imkoniyatlaridan kelib chiqib, misol uchun hozir biror joyda taklif bo'lsa, $2000, $3000 odamlar olib borib beryapti, srazu baland joyga sakrash uchun. Lekin uni imkoni yo'q. U
realni mumkin emas narsalar. Germaniyalar, Daniyalar, har xil skandinavskiy anaqalar davlatlar. Ular mumkin emas. Hamma narsa как hayotimizdagi hamma ishlarimizdagidek mayda bo'lib turib, keyin o'sha biz xohlagan joyga qachondir vaqt talab qiladi, o'shancha vaqtda yetib boramiz. Serbiya hozirgi holatga eng zo'r variant, buni любой odam bilan tortishaman, любой firma, любой rekruter bilan vaziyatdan kelib chiqib, hozir chet elga ketish kerak bo'lganlar maqsadi o'sha Schengen parastlar ham oralaringda misol klientlar ichida shunaqa klientlar bor, Schengenga kasal bo'lib qolganlar bor. Lekin 3 yildan beri hali ham O'zbekistonda yuribdi. 3 yildan beri $5,000 yo'qotgan, 3 marta Schengenga topshirgan, bir marta bitta firmaga aldangan, boshqa bo'lgan, lekin asl maqsadini to'g'ri chizib, to'g'ri qadamlar bilan borsa, hozirgacha u odamlar o'zi yetib borgan bo'lardi. Xuddi shunaqa bu joyga harakat qilasizlarmi, qilmaysizlarmi? Hozir efirdagilarga hammalarga maslahat beraman. To'g'ri qadamlarni bosib, birinchisini, ikkinchisini, uchinchisini qilib chiqib ketishdi. Hammalarga maslahat beraman. Bu faqat o'zlaringagina foyda bo'ladi. Variant chiqdimi, hozir bosish kerak. 1 yildan keyin shu efirda zapisda ketyapti. Misol kimga zarur bo'lsa 1 yildan keyin eshitib ko'rish mumkin. Shu 1 yildan keyin men o'zim shaxsan 99% aminman, diagnoz qo'yaman. Shu 1 yildan keyin, 6 oydan keyin Serbiya ham bunaqa qaytib bunaqa bo'lmaydi. Как Bolgariya ilgari hozirgidaqa bo'lmagandek, как Polsha ilgari bunaqa bo'lmagandek, Litva bunaqa bo'lmagandek. Shuning uchun hamma o'zi hisob kitobini qilsin. Bu degani ketdi va chet elga ketish kerak ekan deb armaturshik bo'lmagan odam armaturaga topshirsin degani emas. Hamma o'zini imkoniyatlarini, o'zini talantlarini, hamma narsasini hisobga olgan holda chet elga chiqish maqsad bo'lsa, hozir aqabaqa qaramanglar, baribir chiqib ketadigan baribir chiqib ketish maqsadingiz bo'lsa, hech narsani kutmang. Bosinglar, borish kerak. Keyin VNJni olgandan keyin biz klientlarimizga misol uchun aloqaga chiqsalaring, dalniysha qadamlarni misol uchun konsultantlar qilib beradi. Ertaga qanday qilib Polshaga ketish kerak, dalshi qanday qilib Finlyandiyaga chiqish kerak, u orqali Litvaga, Latviyaga chiqish kerak, Slovakiyaga. Bu narsalarni prosta protsessini osonlashtirishda biz polностью yordam beramiz. Dalniysha xizmatlarimiz ham, конечно, pulli bo'ladi, tekin bo'lmaydi. No, как O'zbekistondaqa 2000-3000 sarflab расход qilmaysiz. Chunki siz уже yarim yo'lda bo'lasiz. Yarim yo'lda bo'lgandan keyin bu yoqdagi odam misol uchun sizga Polshaga ketaman desangiz 2000 desa, pashol deysiz telefonni otasiz. Boshqa joydan topib olaman deysiz. Bu yoqdagi firma odamlar ham biladi, bizning konsultantlarimiz ham biladi. Что siz уже mehnatingiz bilan yarim yo'lga chiqdingiz. Dalshi faqat o'sha yerdan u yoqqa ketish mumkin bo'lgan расходlarni aytiladi. Endi umuman o'zi Getviza biraligi insofdan chiqib ketib ishlagan emas, borib kelganlar ham biladi. Hozirgacha любой konsultatsiyalarimiz misol uchun bepul. Eng asosiysi juda ham ko'pchilikka to'g'ri migratsion yo'lni ko'rsatib berilgan. Bizdagi konsultantlar lej bahol soqqani qilib ketsam degan konsultantlar emas. Har bitta konsultant saralab olingan. Mana eskidan ishlaydiganlar bo'lsa, 2019-yildagi konsultantlarimiz hali ham ishlaydi. Boshqa joylarda e'tibor beringlar, shu har 2-3 oyda almashadigan joylar bor. Prosta ekspert sifatida maslahat beraman. Serbiyani bosish kerak, akalar, opalar, ukalar. Chet elga chiqish baribir niyatingiz bo'lsa, prosta bosish kerak. Hozir bosish kerak. Narxlar boshqalar bunaqa bo'lmaydi. U narxlarni biz o'zgartirmaymiz. Bundan chunki ilgari mana bunyodlar Serbiyaga borganda, bunyod Serbiyaga necha pulga ketgansan o'sha paytda? Serbiyaga o'sha paytda $300 ketganman. Evet. O'sha paytda. Ko'ryapsanmi? Bu narxlarni biz o'zgartirmaganmiz. Men o'zgartirmaganman yoki qaysidir konsultant o'zidan osmondan olib qo'yib olmagan. Bu narxlar yillar davomida har bitta zanjirdagi har bitta kalsiyoni tajribasidan kelib chiqib, o'sha yerdagi
kompaniyalar уже bunday qariydi, yonidagi kompaniya soqqasini olib yotibdi. Yo'q, men toza ishlayman, men unaqa qilmayman, odamlarga yaxshilik qilaman deydi-da, u 50 ta odamni olib keladi, 50 ta odamdan 20 tasi qochib ketadi bir oydan keyin. Bunday qariydi, bu o'sha to'g'ri qilayotgan ekan. Men ham nima uchun men bulardan foyda qilmoqchi bo'lib chaqiruvdim. Chunki bular ishchilar ishlasa kompaniyaga foyda keltiradi-yu. Men shunaqa foyda qilmoqchi bo'lib chaqiruvdim. Bu naborot menga zarar bo'lib qoldi-ku. Davay shu pulni men ichiga tiqib olaman deb shu uchun narxlar o'zgarib bo'lyapti. Buning uchun faqat millatimizni o'zi sababchi, eski ketganlar. Endi buni hech kim hech narsani o'zgartira olmaydi. Biz o'zgartira olmaymiz, sizlar o'zgartira olmaysizlar. Shunaqa bo'lishi kerak ekan. Bu rivojlanishda bitta jarayon shunaqa. Vaqti kelib qachonlardir balki to'g'ridan to'g'ri просто так bezvizi bo'lib ketar, balki qanaqadir o'zgarishlar bo'lar. No, bo'lmaslik ehtimoli 99.9%. Chunki hozirgacha birorta davlatni protsessida, tajribada bunaqa bo'lgan emas. Belarusiyada ham, Ukrainada ham, Bangladeshda ham, Hindistonda ham. Shu ketishda bizda ham agar shu ketishda bo'lsa, hamma borib qochib ketaversa, hamma borib ish beruvchilarni aldab boshqa qilaversa, ishini qilavermasa, qonunlar qiyinlashadi. Qonunlar qiyinlashgandan keyin iloji yo'q, ish beruvchilar ham o'ziga yarasha rasxodlarni tiqishni boshlaydi. Ish beruvchilarga qanaqa talablar qo'yiladi, har bitta qochib ketganga qanchadir shtraf yo boshqalar qo'yilgandan keyin ish beruvchilar ham avtomatik narxlarni ko'taradi. Biz ham balki 3 yil 4 yilda o'sha Bangladesh, Hindistondagi migrantlarda bo'layotgan vaziyatga balki biz ham chiqib olarmiz. Lekin chiqmasligimizni xohlardim, chunki bizni xalq haqiqatdan mehnatkash, ko'p joyda partnyorlar bilan ishlaganimizda, chet eldagi partnyorlar nechta joyga odam olib borgan bo'lsam, shaxsan o'zim 90% joylarda faqat maqtov eshitganmiz. Bizni xalq haqida tozaligimiz, bu dinimiz borligi uchun ustunlik, bu pokizalik, boshqa millatlarga solishtirganda, Bangladesh, Filippin o'shalar bilan solishtirganda haqiqatdan hindlar misol bizning ustunliklarimiz ko'p. Mehnat tomonidan ham, chiniqqanligimiz tomonidan ham, madaniyatimiz tomonidan ham hamma tomonlama zo'rmiz. Yaxshi, endi bor, iloji yo'q, guruch kurmaksiz bo'lmaydi. Ba'zi joyda o'shanaqa shustrlar, aldiydiganlar yoki umuman orqasiga qaramasdan, millatiga qaramasdan har xil faqat o'zini o'ylab, egoistlik bilan o'zi xohlagan narsasiga erishish uchun xohlagan ishini qiladigan, bunaqa endi hamma millatda bor, faqat o'zbekda emas. O'shaqa holatlar ko'payib ketmasa, xudo xolasa, mana shu tempda ketamiz yoki meni prognozim bu narxlar borgan sari oshib boradi, protsesslar borgan sari qiyinlashib boradi, migratsion qonunlar ham borgan sari mukammallashib boradi. Chunki har bitta ortiqcha teshiklarni yopib ketilyapti. Butun dunyoda migratsiya bo'yicha hozir shunaqa, ayniqsa Yevropa tomonlar, mana Amerikani bilasizlar, Amerikaga вообще muammo-ku. Amerika ham qachondir oson bo'lgan. Ular ham o'sha kamchiliklarni to'g'rilab aldiydiganlar chiqqan, qonunni buzadiganlar chiqqan, sekin shu darajaga kelgan. Hozir Yevropa sekin shunaqa darajaga boradi. O'sha Schengen zonalar уже borib bo'ldi mana почти. Serbiya, Bolgariya mana bularda ham garantiya yo'q, shunaqa bo'lmaydi degan. Estoniya, Xorvatiya kim chet ellarga borish reklamalarda ko'ringlar, firmalarda Xorvatiya, Estoniyalar уже yo'q bo'lib ketdi, esdan chiqib ketdi odamlar. Nima uchun? Chunki уже bo'ldi, u dalani уже o'zbeklar borib ketganlar bo'ldi u dalani. Shuning uchun hamma maslahat beraman, именно bu dalada ham tepkilanib, hamma joylar kashasi chiqib bo'lmaguncha boradiganlar bosish kerak, borish kerak. O'sha joyda joylashish kerak. Maqsad bo'lsa yaxshi, xalqi zo'r, o'sha yerda ishlamoqchi bo'lganlar dal ishlash kerak. Dalshi rivojlanish kerak, tirikchilik qilish kerak, to'y qilish kerak, mashina olish kerak. Orzu qilib Polshaga qachon yetib borarkanman, Germaniyaga qachon yetib borarkanman deb 3 yilda kesib tashlagandan borini bosish kerak. Bo'ldi, meni zoomim bor edi. Hammaga rahmat. Bunyod darsni davom etaverasan, qanaqadir savol-javob qilasanmi, boshqa auditoriya zerikib
tushungan bo'lsa. Xo'p, keyin mana shartnomalarni ham aytib ketsang bo'ladi. Xohlovchilar, misol uzoq joydagilar bo'lsa, GetVizada qo'rqmasdan onlayn shartnoma qilishlari mumkin. GetVizani statistikasida 80% shartnomalar onlayn bo'lib keladi. Oxirgi mana shu 2 yildan beri pasti onlayn. Chunki bu onlayn bo'lishiga ham sabab bu ishonch. Onlayn misol uchun o'zingiz kimgadir telefonda gaplashib pul chiqarib olmaysiz, kredit shotga to'lab olmaysiz. Odamlar o'zini bunaqa qila olmaydi. Bunga ishonch bo'lishi kerak. Bunga sabab o'sha ishonch, eski borganlarning tanishlari, qo'shnilari, aka-ukalari, oilalar. Shu sabab o'sha onlaynda shu darajagacha o'sha chiqqan. Qo'rqmasdan hodisalar uzoqdagilar konsultantlar bilan gaplashib onlayn shartnoma qilmoqchiman deb. Onlayn xohlovchilar qulay bo'lsa, Farg'ona, Toshkentda ofislar bor. Shu ofislarga borib, konsultatsiya qilib, shartnomalar qilishlari mumkin. To'lovlar faqat bankka qilinishi kerak. Birorta karta, boshqalar so'ralsa qilinmaydi. Faqat rekvizit berishadi. O'sha rekvizitlarga to'lovlar qilasizlar. Faqat hammasiga iltimos, chunki proyektga men javob beraman, ish beruvchilarning oldida, men proyekt menejerman. Hamma o'zi to'g'ri keladigan yo'nalishini tanlagan holda harakat qilishini so'rayman. Chunki hamma narsani boshidan to'g'ri qurilsa, darshi ham to'g'ri ketadi. Armaturachi, apalovkachilar bo'lsa, bunga topshiringlar, qo'ldan keladiganlar bo'lsa, sklad yengilroq ish, qanaqadir ko'nikma talab qilmaydigan holigalar bunga topshiringlar. Rus tilini bilish kerak, yengil, qiziqarli ish, harakatli, har kuni energiyada bo'ladigan, ko'proq pul topadigan ish xohlaganlar, ko'proq odamlar bilan do'stlashaman, kurgimni kengaytiraman deganlar bo'lsa, unaqalar kuryerlikka topshiringlar. Bas hamma o'zini to'g'ri yo'nalishini tanlab topshirsa bo'ldi. Keyin u yoqda to'g'rilashga to'g'ri kelmaydi. Hammaga rahmat, yaxshi dam olinglar. Dalshi Bunyod konsultantimiz Bunyodbek sizlarga nima anaqalar bo'lsa tushuntirib beradi. Rahmat. Bunyod, men chiqdimi? Xo'p. Xo'p, savollaringiz bo'lsa berishingiz mumkin, javob beraman bitta-bitta. Xo'p, Murodbek aka, savol berishingiz mumkin, marhamat. Assalomu alaykum. Yana bitta savolim bor edi. Kuryerlik bo'yicha boshida borganda neofitsialni ishladimi yo ofitsialni bo'ladimi u narsa? Ofitsialni ishlaysiz aka, viza olganingizdan как положение hujjatingiz chiqadi birinchi. Hujjatingiz chiqqandan keyin o'sha hujjat bilan aka vizaga topshiriladi. Viza olib o'sha yoqqa borsangiz, как положение hammangizni politsiyadan o'tasiz, sug'urtalaringiz qilinadi. Ofitsialni ishlaysiz aka. Ana VNJ degan narsani qachon olsa bo'ladi? VNJni 6 oydan keyin, masalan 6 oy to'lmasdan VNJga topshiriladi, keyin VNJ chiqarib berishadi. 1 yillik, okey. U chiqqunga qadar ham ofitsialni ishlasa bo'ladimi? Ofitsialni ishlaysiz, u chiqqunga qadar ofitsialni ishlaysiz. Как положение qonuniy ketadi aka hujjatlaringiz. Ha, bo'ldi. Rahmat katta. Xo'p, sog' bo'ling aka. Xo'p, keyingi savolim. Xo'p, keyingi savol bo'yicha Nazokat opa, marhamat. Savol berishingiz mumkin. Allo. Assalomu alaykum, Nazokat opa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. O'zlaringiz ham yaxshimi? Ha, meni bitta savolim bor edi. Meni o'g'lim student. Zavqli o'qiydi. 3-kursda o'qiydi. Ular ham borsa bo'ladimi? Qiziqayapti-da, xolivlar student bo'lganligi uchun. O'sha savolni bermoqchi edim sizga. Mumkinmi? Kollej bitirgan, hozir texnik universitetda 3-kursda o'qiydi. Bitiryapti. Ha, zaochni o'qiydi. Endi har 6 oyda borib, anaqa qatnashyapti, imtihon anaqalari bo'lishadi. Ha, har 6 oyda o'qiydi. 1 yilda 2 marta o'qiydi. Bir oydan. Endi ular universitet bilan gaplashish kerak-da.
Masalan, qarang, muzlatib ketsa bo'ladimi demoqchimanda. Kollejda diplomi bor, universitetnikini endi oladi. Xo'p, endi muzlatishi o'zlaringga bog'liqda. Agar ishlamoqchi bo'lsa, akademik olib muzlatib ketsa bo'ladi. Agar yo'q desa, onlayn gaplashsa ham bo'ladi-yu. Endi masalan, borib shunaqa ishga ketyapman to'g'ri tushuntirsa, ular ham shu onlayn shu anaqalarni qabul qilib Shunday qilib ham bitirsa bo'ladimi? Men shuni sizdan so'ramoqchi edim. Bo'ladi, opa. O'g'lingiz necha yosh? O'g'lim 21 yosh, texnika universitetida 3-kurs bitiryapti. O'zi mashina usta. Mashina usta. Biz qaysi vakansiya bo'yicha topshirmoqchilar? Menimcha shu anaqaga topshirmoqchi, nima omborxonaga topshirmoqchi. Topshirsa faqat institutda hal qilish kerak edi birinchi. Borib tushuntirish kerak vaziyatni. O'sha vaziyatga qarab ish qilish kerak opa. O'zingiz borasizmi birga yoki? Birinchi hal qilib, keyin sizlarga topshirish kerak-a? Qaysi vaqtgacha qilsak bo'ladi masalan o'shani? Endi to'lguncha opa, vakansiyada ma'lum odam berilgan, o'sha to'lguncha olamiz. To'lgandan keyin ola olmaymiz. Agar deymanda biz institut hal qilib qo'yib, sizlarda to'lib qolsa nima qilamiz demoqchimanda. Ungacha hal qilsangiz, harakat qilsangiz bo'ladi-yu. Qaysi oygacha masalan? Yangi vakansiyalar chiqaveradi Sebek opa hali. Undan keyin yana boshqa vakansiyalar chiqishi mumkin. Harakat qilsalar bo'ladi. Masalan, o'zini sohasi bo'yicha yo'q-da, bu anaqada institutda ham nimada o'qiydi-da? Avtomobil sozlikda o'qiydi o'zi ham. Avtomobil sozlikda o'qisalar, o'zi yaxshi mashina usta. BS pravolari bormi yo'qmi? Yo'q, hali prava olmadi. O'zi mashinani yaxshi haydaydi-yu, lekin pravasi yo'q-da. Bo'lmasa skladda ishlaganlari ma'qul ekan, opa. O'shaning uchun o'zim shunaqa shu bo'ladi deb anaqa qilib turdik. Shunga topshirsa, bo'lmasa hujjatlarni topshirib qo'yarlar. Ungacha masalan buni qilsalar, hamma hujjatlarni topshirib, bizga registratsiya qildirib qo'ysalar, biz joyli band qilib qo'yamiz opa. Keyin institut hal bo'lgandan keyin ishni boshlayveramiz opa. U muammosi yo'q. Voy, katta rahmat, o'shani sizdan so'rayman degandim. Shu pasportlarni jo'natib qo'ysin. Telegramga pasport, Zagram pasport, sudlamay hozir. Zagram pasportlari bor, analari bor. Qarang endi nima bu hozir diplom deyapsizlar-ku, bu qo'liga diplom olmaganda nima bo'ladi demoqchiman. Endi o'qishda o'qiydi degan qog'oz beriladimi? Kollej diplomi bor-ku, kollejniki. Kollejniki bor. O'shani jo'natadilar. Ha. O'sha kollej diplomi bilan sudlanmagan qog'oz rus tilida. Apostil olinadi-da. Apostil keyin qilinadi. Oldin birinchi sudlanmagan qog'ozda rus tilidagi variantini, Zagram pasport 3,5 ga to'g'ri narsa, men diplomni skanerlarni jo'natsin. Registratsiya qilib boshlaymiz opa, ularnikini xudo xolasa. Boshlang'ich to'lov boyagi $800mi? Yevro? 800 yevro, viza chiqqandan keyin 400 yevro bo'ladi. Bilet o'zimiz olamiz. Biletlar o'zlar olasizlar. Qarangki, yana unaqa dedilaringiz-ku, borganda boshlang'ich unaqa biz hamma narsani rasxotini o'zimiz qilsak, bu borgandan keyin oylig'ini o'ziga bo'ladi-ya, unaqa nimaga olmaydi. O'ziga bo'ladi, bizda unaqa narsa yo'q. Masalan, bu yoqdan hamma hisob-kitob qilib ketiladi, u yoqda hech qanaqa ustidan pul ham yilmaydi, olinmaydi ham. O'zini rasxotini o'zi qilib yuraveradi opa. Yotoq joy bor, anaqa yeb ichishlariga-chi? 3 mahal ovqat beradi, yotoq joy beradi. 2 kishilik, 4 kishilik hostellar bor. Ichida hamma sharoitlari bor opa. Muammosi yo'q. Rahmat. Mayli, o'g'lim bilan gaplashaychi men. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlarga ulanamiz, mayli. Xo'p, rahmat, sog' bo'ling. Mayli, sog' bo'ling. Xo'p. Xo'p. Keyingi savol Elyor Rasulov. Savol berishingiz mumkin. Elyor Rasulov. Xo'p. Musulmon Ilashev degan aka savol berishingiz mumkin aka. Eshitamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, va alaykum assalom aka. Albatta eshitaman aka. Aka, nimalar guruhlarni anchadan beri kuzatib kelaman. Xo'p. Viza chiqishi imkoniyati qanday aka? 100%likdan.
viza chiqish imkoniyati 100% aka. 100% ham bo'lar aka. Qaysi vakansiyaga topshirmoqchisiz aka siz? Finlandiya mebel bo'yicha degan yo'nalishgada o'zim mebelda ishlayman. Ha, skladkada. Skladka. Serbiyaga, skladka. Ha, shunday. Bo'ldi, o'shanga topshirsangiz bo'ladi aka. 2 oydan 4 oygacha vizangiz chiqadi aka. Pasport topshirasiz, sudlanmagan qog'oz topshirasiz, diplomingiz bo'lsa yoki attestatsiyangiz bo'lsa, o'shani topshirsangiz ishni boshlaymiz aka. To'lovlarni qilsangiz, bank orqali bosh to'lovini, qolganini viza chiqqandan keyin to'lov qilasiz aka. Natijani shunday ko'rasiz, to'g'risi. U viza to'lovini o'zimiz adini qilamizmi yo shu ichida hamma narsasi bo'ladi, hamma narsasi. $1200 ichida hamma sug'urta, viza to'lovi, Moskvaga borib keldi, xarajatlari hammasi o'zimizdan bo'ladi. Faqat bilet olib Moskvaga borib, hujjatlarni topshirib, vizasini ham olib kelib beramiz aka. Pasportni berasiz, viza bilan olasiz. Hech qanaqa suhbatga bormaysiz, bosh og'riq bo'lmaydi. O'chirt olay demaysiz. Ana Yevropa davlatlariga o'xshab, Schengen zonalarga o'xshab. Unda hammasini o'zimiz qilib beramiz aka. Boshingizni qotiringiz xolos aka. Lekin u ham Schengen zonaga kiradimi? Schengen zonaga kirmaydi. Yevropaga kiradi, lekin Schengen zonaga kirmaydi aka. Schengen zonaga kirish uchun birinchi borib u yoqda ishlang, 6 oy ID kartani oling, keyin shu Yevropani qaysidir davlatga hujjat qildirsangiz, biz unga elchixonaga navbatlaringizni oldirib berib, xudo xolasa kirgizamiz. Schengen zonaga o'sha orqali o'tishingiz mumkin aka. Bez problem. Ha, viza unga olish yana ham oson bo'ladi ekanda aka. Schengen davlat. Nima deysiz? Yo'q, o'tasiz aka. Mana aytdim-ku sizga aka, mana 2022-yili mana 10 ta bolaga hujjat qilib berganmiz Polshada. Polshaga hujjat qilib berganmiz. Serbiyaga jo'natganmiz, Serbiyada ishlayotgan bolalar bo'lgan. Hammasi aka 10 tasi ham vizasini olib ketdi. Hozir bittasi Polshada ishlayapti, bittasi Angliyada, bittasi Amerikada, yana bittasi boshqa davlatda ishlayapti. O'sha Polsha orqali chiqib ketgan. Serbiyadan Polshaga, Polshadan keyin boshqa davlatga o'tib ketgan ekan. Bu Polsha bu kirish koridorida, bu Yevropaning kirish koridori. Yo'l ochiq degani Polshaga kirganingizdek hamma joy. Birinchi Serbiyaga borasiz, Serbiyadan keyin Polshaga o'tishingiz mumkin. Undan yo'g'i tarqab ketaveradi aka, xohlagan joyingizga o'tishingiz mumkin. O'sha variant, o'sha Toshkentdami? Toshkentda Yakkasaroyda shu turistda 701-uyda aka. Xohlasangiz Telegramdan yozsangiz, lokatsiyalar tashib beramiz aka. Xo'p, Telegramdan yozib qo'yaman. Bo'ldi aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p. Keyingi savol. Elyor Masaidov savol berishingiz mumkin aka. Alo. Elyor aka, eshitaman aka, savollaringizni bering. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom aka, yaxshimisiz? Rahmat aka, yaxshimisizlar? U 1 soatlardan beri kuzatib boryapman. U kecha kuni Chexiyaga ham vakansiya qildilar-ku, uni bugun gapirmadilarmi shekilli, yo'qmi ulgurmadim, shuni so'ramoqchi edim. Yo'q, Chexiya bo'yicha keyingi prezentatsiyamizda aytib o'tamiz. Hozir faqat Serbiya bo'yicha ma'lumot beryapsiz aka. Ha, bo'ldi. Unga ham o'sha men Yevropada bo'lganman, demoqchi bo'lganim, unga pryamoy viza olib boriladi-ku, umumoda uni kelajakda bo'lib qolsa. Viza bilan boriladi aka. Schengen viza. Chexiyani o'ziga viza olinadi, unaqa через masqasi. Chexiyani o'ziga olasiz vizani aka. Aha, bo'ldi. Shuni so'ramoqchi edim. Shu qiziqroqqa o'xshayib turadi, shuni qilmoqchi edim. Xo'p aka. Telegramga yozsangiz javob berib yuboraman bunga. Bu haqda ma'lumot beraman. Gap yo'q, rahmat do'stim, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Xo'p. Keyingi savol. Luda degan opa bor ekan. Savol bersinlar. Assalomu alaykum, eshitaman opa. Alo. Luda opa, eshitaman, gapiring. Savolingizni bering. Alo. Luda degan profilda chiqishyapti. Savollaringiz bo'lsa bering. Hozir boshqasiga o'tamiz. Kamol opa, savollaringiz bo'lsa bering. Assalomu alaykum. Kamola Islomxo'jayeva. Menimcha Koreyada bo'lsangiz kerak. Menimcha savollaringiz bo'lsa bering.
Alo. Eshityapsizmi, Kamol opa? Luda opa gapirishingiz mumkin. Savolingiz bor ekan shekilli. Mikrofonga bosib oling opa, mikrofonga bossangiz eshitiladi. Alo. Sardor aka, assalomu alaykum. Savolingiz bo'lsa berishingiz mumkin, Sardor aka. Mikrofonni bosib olib gapirsangiz bo'ladi, agar ishlamayotgan bo'lsa. Allo. Eshityapsizmi, Sardor aka? Eshityapman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Labbay eshitaman aka. Savollaringiz bo'lsa bering. Men savolim shundan iboratki, aka o'zi sizlarni anchadan beri kuzatib borayman. Hozir Turkiyadaman ayni damda. Xo'p. Turkiyada misol uchun hozir ishga vakansiyaga topshirmoqchi bo'lsam agarda. Xo'p. Turkiyadan deport ili pasportida deport ili yasak bo'ladi-ku, bilasizmi? Xo'p. O'shanaqa vaziyatda ham viza chiqish ehtimoli qanaqa bo'ladi? Shuni bilmoqchi edim, aka. Bu Turkiyada unga daxli yo'q aka, bu Serbiyaga. Siz O'zbekistondan topshirasiz-ku. Shundan pasportda deport yasak degan belgilar bo'ladi, problema bo'lmaydimi? Shu viza berish jarayonida demoqchiman. Yo'q, viza berish jarayonida problema bo'lmaydi. Serbiyani o'zidan agar deport bo'lgan bo'lsangiz, o'shanda problema bo'lishi mumkin. Agar boshqa davlatlarniki bo'lsa, u без problema, to'g'rimi? Без problema aka. Turkiyadan bo'lsangiz topshirishingiz bo'ladi aka, bemalol. Hozir Turkiyadamisiz siz? Qochoq sifatida yuribsizmi hozirda? Turkiyada yuribsizmi hozir qochoq sifatida? Shunday, Turkiyadaman. Istanbulda. Hujjatlaringizni topshirib qo'ysangiz aka, onlayn topshirsangiz ham bo'ladi. Onlayn topshirsangiz, zagrab-pasport, sudlanmagan qog'oz, hamma hujjatlarni Telegramdan jo'natsangiz, aka, ishni boshlayveramiz aka biz. Hujjatingiz Turkiyaga kirishi. Faqat Rossiyadami yoki Turkiyada ham elchixonasi bor, shuning uchun so'rayapman-da. Turkiyadan viza olish iloji bormi yoki? Turkiyada agar elchixonasi bo'lsa, Turkiyadan topshirishingiz ham bo'ladi. Hujjatlarni yetkazib beramiz aka. Chunki Turkiyada elchixonasi menga 10 minut yo'lda, shuning uchun so'rayapman. Agar siz deportingizga qanaqadir yasog'ingiz bo'lsa, Turkiyadan problema bo'lishi mumkin deyapman-da. Shuning uchun bizga jo'natsangiz pasportingizni biz Moskva elchixonasiga jo'natamiz, shu orqali viza olishingiz mumkin aka. Viza olish darajasi yuqoriroq bo'ladi. Turkiyada endi 90% bo'lsa, Moskvadan 100% bo'ladi aka. Tushunarli aka. Rahmat kattakon javob uchun. Xo'p, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Xo'p. Savollaringiz bo'lsa bering. Safar Mirzohid akami? Bering aka, savolingiz bo'lsa. Mirzo Rahmat aka, Safar Mirzo Rahmat aka. Assalomu alaykum aka, eshitaman. Mirzo Rahmat aka, savollaringiz bo'lsa bering. Assalomu alaykum Muqaddas opa, yaxshimisiz? Savollaringiz bo'lsa bering opa. Alo. Muqaddas opa, eshitaman opa, savollaringiz bo'lsa bering. Eshityapsizmi meni Muqaddas opa? Mikrofonni bosib olsangiz eshitiladi opa. Jahongir aka, savollaringiz bo'lsa bering. Assalomu alaykum. Jahongir aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi aka? Rahmat, xudoga shukr. Aka, bir yildan beri sizlarni kuzataman.
Hop. O'tgan yili iyun oyida Serbiyaga kuryerlikka vizaga topshirgandim. Hop. 9 oy, yo'q, 8 oy davomida viza chiqmadi Hop. menga. Hop. Nega menga shu yo'nalishda barcha odamga viza chiqmadi? Hop. Hozir Jasur degan bola ishlardi sizlarda. Hop. Hop. Gaplashgan, shu bola yo'qolib qoldi. Hop. Hozir Farg'onadagi Nargiz opa bilan gaplashib turuvdik. Boshqa davlat даже esimdan ham chiqib ketib qoldi-da. Boshqa xullas sohil bo'yiga, plyajga ishga to'g'irlagandi. Hop. Shu to'lovlar qilingan, hamma yo'q qilingan. Lekin viza hali ham chiqqani yo'q. May oyida ketishim kerak edi. Mayda. Chiqadi vizada aka, topshiriq Jahongir aka. Familiyangiz kim aka? Mullayev Jahongir chiqadi. Men 1 yil bo'ldi sizlarga topshirganimga, mana 1 yildan beri natija yo'q. U paytda aka vaziyat boshqa bo'lganda, shuning uchun hozir vaziyat o'zgardi deb aytishdi sizga. To'g'ri aka. Hozir o'zgardi vaziyat. Hozir endi chiqishlar Serbiyaga deyapsiz, gapingizni bo'ldim, uzr, kechirasiz. Lekin Serbiyaga o'tganda Volga kompaniyasiga hujjat to'g'irlagandik. Hop. Hozir yana o'sha Volga kompaniyasiga yaqinda reklama qo'ydinglar, post qo'ydinglar Telegramda. Yana o'sha joyga ishga qabul qilish boshlandi deyildi, to'g'rimi? Hop. Shu oldingi birinchi safar qilingan dokument bilan borishga ilojisi yo'qmi o'sha joyga? Bor aka. U paytda vaziyat boshqacha bo'lgan, politsiya ruxsat bermadi, har xil vaziyatlar bo'ldi, chunki yo'lda aytib ketishdi, siz aytib o'tsizga. Shu borib ishlamasdan boshqa davlatga o'tib ketib yoki ish ko'rsatib, ishga ko'rsatgani uchun politsiya ruxsat berishni to'xtatib qo'ydi o'sha paytda. Hozir endi ochib qo'ydi endi. Hammasi joy-joyiga, izingizga tushdi aka. Shuning uchun yana qaytadan o'shanga topshirsangiz, proses davom etadi. Yana shu vizingizni olasiz, xudo xolasa. Yana 6 oy kutishim kerak-a? 6 oy kutmaysiz aka endi. Yo'q, 6 oy kutmaysiz. Endi qancha kutiladi misol uchun-da? Mana to'g'risi Jasur degan bolangiz aytgan, menda anaqalar turibdi, to'lov qilasiz-da, to'lovlarni qilgandan keyin uzoq bilan 4 oy dedi. Keyin 8 oydan keyin men uyingizga chiqqanman, eslasiz agar. Siz o'zi Toshkentda o'tirasizmi? Toshkentda o'tiraman. Sizni o'zingizga ham aloqaga chiqqanman shu mavzu bo'yicha. Keyin meni yo'nalishimni o'zgartirib bergandinglar. Aka xohlasangiz aka ketishim kerak edi. Aka xohlasangiz o'sha vakansiyada qoling. Xohlasangiz Serbiyada shu kurerlik vakansiyasiga o'tkazib beramiz siz aka. Boshqatdan proses tez davom etadi. Qaysi vakansiyada bo'lsa ham viza chiqadigani bormi o'zi? Chiqadi. Men Serbiyaniki chiqadi. Aytdim-ku sizga, men aytib o'tishdi. O'tgan safar proses to'xtab qolgani sababli o'sha vaziyat bo'lgan. Ishlamasdan ishga ko'rsatganlar, boshqa davlatga o'tib ketgan sababli politsiya ruxsat berishni to'xtatib qo'ydi. Viza berishi. Shuning uchun proses cho'zilib ketdi. Hozir o'z-o'ziga tushdi. Endi hozir agar topshiradigan bo'lsangiz yana boshqatdan o'sha natija chiqadi. Shuning uchun Telegramda yo'q, xohlasangiz bo'ladimi? Aloqaga chiqib, Telegramdan yozib qo'ying. Men o'z vizamda Serbiyada kurerlikka almashtirmoqchiman. Nima bo'ldi? Muammo yo'q aka. Unda qancha kutiladi yana? Ajdaniya qancha bo'ladi? Shu 2-3 oyda chiqib ketasiz aka, xudo xolasa. 2-3 oyda. Shu hujjatlaringiz hammasi tayyor ekan-ku, topshirib qo'ysangiz bo'ldi aka. Meni hamma yo'g'im tayyor edi, vizaga topshirilgan edi. Приглашение kelishlarini kutishdi. Keyin Volga kompaniyasini qanaqadir bir nalogi borligi sababli. Men o'sha aytdim-ku, muammolar bo'lgan, shuning uchun bo'lmagan. Hozir hammasi joy-joyiga tushdi, o'ziga tushdi aka. Endi topshirsangiz bo'ladi bemalol. Yozing, ma'lumot berishga ma'lumot beramiz boshqa aka sizga. Nima topshirishga qanaqa hujjat kerak hammasini aka. Xo'p, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, Muqaddas opa, yaxshimisiz? Savollaringiz bo'lsa bering, opa. Alaykum. Assalomu alaykum, Muqaddas opa, yaxshimisiz? Ha, rahmat. Ana o savolim mani Rossiyadan to'xtab sizlarga qanaqa dokument yuborish kerak? Keyin bu shartnomalaringiz necha yilga tuziladi? Necha yillik bu?
Xo'p, yoshingiz nechida opa siz? Mani yoshim 50 da. 50 yoshgachami? Yoshini ham so'ramabman hali. Skladga o'tirsangiz bo'ladi. Skladga, oilaviy. Bo'ladi. Oila kimga bormoqchisiz? Er-xotinmi yo bolalar bilanmi? Ha, yo, xo'jayinim bilan. Xo'jayingiz bilan borsangiz bo'ladi. 55 yoshgacha bemalol borsangiz bo'lar ekan. Xo'jayingiz necha yoshda? Ha, ular ham shu 50 yoshdalar. Bolalar как раз boradigan yoshda ekansiz, hali vaqt bor ekan, bemalol borsangiz bo'lar ekan. Xo'p, Moskvadan deyman, biz Rossiyadan turib sizlarga qanaqa dokument uzatish mumkin? Rossiyadan turib Zagram pasporti skaner variantida sudlanmagan qog'oz rus tilidagisini 3,5 ga 4,5 gasi, keyin diplom yoki sertifikat jo'natasiz. Maktabni bitirganmisiz, kollejni bitirganmisiz? O'sha haqida ma'lumot jo'natib bersangiz bo'ldi, opa, ishingizni boshlaymiz. Endi unaqa dokumentlar hozir oldimizda yo'q-da bizani, ana diplom narsalar, faqat pasport bu bizga. Kopiyasi yo'qmi, kopiyasi? Kopiyasini bir amalab uydagilaringizga sen jo'natib bersangiz. Yo'q, olib chiqmaganmiz u narsalarni. U bugun bor-ku uyda. Ha, uydan yetkazib, uyga ham hech kim yo'q-da biz kelganmiz. Shu. Keyin ana ularni topshirgandan keyin sirazi pulini ham sirazi yuborish kerak sizlarga shunaqami? Masalan, hozir Zagreb pasport bilan qolgan hujjatlarni jo'natsangiz, bu sirazi bank orqali to'lov qilib jo'natsangiz chekini shartnoma jo'natamiz. Shartnomani to'ldirib jo'natsangiz bo'ldi, opa, ishni boshlaymiz. Uni endi qanchadan keyingisi viza chiqqandan keyin yana to'lov bo'ladimi yoki ishga borib joylashgandan keyingi to'lov bo'ladimi? Yo'q, hozir boshida to'lov qilasiz $800 har bir kishi bank orqali. Qolganini viza chiqib tasdiqlangandan keyin to'lovini qilasiz $400. Shu bilan viza olib ketaverasiz, opa. Shartnoma necha yilga endi bu tuziladi? Qarang, shartnoma 6 oylik bo'ladi. 6 oydan keyin sizga yarim fuqarolik VNJ qilib beradi, 1 yillik. O'sha bilan yana ishlaverasiz, davom ettirasiz ishda. Siz agar Moskvada bo'ladigan bo'lsangiz, siz Moskvada bo'ladigan bo'lsangiz, Moskvani o'zidan Serbiya elchixonasiga borib topshirishingiz mumkin. O'shani o'zidan ishingiz tezroq bitadi, sizga. Yo'q, biz Moskvada yo'q, biz Moskva uzoq bizda, biz Sochida. Bo'lmasa, pochta orqali beraversangiz ham bo'ladi, opa. Toshkent orqali, ha? Toshkent. Ha, mayli, rahmat, kattakon. Salomat bo'ling, opa. Xo'p, yana bir kishiga javob beramiz, keyin suhbatimizni tugatamiz. Xo'p, Abdullajon aka, assalomu alaykum, savollaringizni bering aka. Aka, Serbiyada BS bo'yicha haligi mahsulotlar magazinlarga tarqatish bor-ku. Xo'p. Bunga rasxod qancha ketadi aka? Rasxod, firma to'lovi aytmoqchimisiz? Firma to'lovi, o'sha viza, xullas hammasi ichida bo'lib qancha ketadi? Xo'p, qarang, rasxodlari общий aka. BS Pravo uchun общий $1200, boshida $800 to'lov qilasiz через bank orqali. Qolganini vizangiz tasdiqlangandan keyin $400 to'lov qilasiz. Hammasi ichida. Viza, sug'urta, u yoqqa borib kelish xarajatlari ko'ryapti-ki, $1200 bo'ladi, bilet olasiz keyin. Bo'ldi. Общий sizga $300 bo'lganda ham $1500 ga tushadi aka sizga xizmatingiz. Bu necha oyda chiqadi? 2 oydan 4 oygacha chiqadi, xudo xolasa aka. Vizangiz. Viza bilan 180 kun yurilar ekan, keyin 2 yillik VNJmi nima shunaqa beriladimi? VNJ, 1 yillik VNJ beradi aka. Keyin Farg'onada ham ofislaring bormi? Bor, Farg'onada ham ofislarimiz bor. Telegramdan yozsangiz, lokatsiyalar tashlab beramiz aka. Borib, shartnoma qilishingiz mumkin. Bir aytdi, Farg'onada xullas get vizaniki nimada Sundi tevasida 2-etajmi, 4-etajmi mana shu yerda biz yo'qda. O'sha haqiqatan o'sha yerdamikin? O'sha yerda, haqiqatan o'sha yerda. Aka, borib shartnoma qilishingiz mumkin, bemalol aka. Bo'ldi aka, rahmat. Xo'p, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, hurmatli obunachilar, suhbatimizni tugatamiz. Rahmat, tazaromchilar. Bugungi ochiq taqdimotimizni shu bilan yakunlaymiz. Sizlarga omad, muvaffaqiyatlar tilaymiz. Kanalimizni kuzatib boring.
Yangi qiziqarli ma'lumotlar tez orada chiqadi yana. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.